Xo'p, hammaga Assalomu alaykum, hurmatli. gapiravering. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, yoshlar. Sizlar bilan bugun uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi bo'ladigan suhbatimiz juda ko'pchiligingizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Jordi, marhamat. Xo'p, o'quvchilar, assalomu alaykum. Bizani kuzatayotgan aksariyat auditoriya bu demak maktabda o'qiyotgan yoki bo'lmasa bakalavrda endi bitirayotgan yoki magistraturani bitirayotganlar. Bu ideya o'zi qayerdan keldi? Men o'zim magistraturaga pul qidirib yurgan paytimda El-yurt umidini yutgan, demak bir shahardoshim Nigina menga aytib qoldi, El-yurt umididan уже Amerikada o'qiyapman, Arizonada dedi. O'sha joyda men qiziqib qoldim. Nigina menga El-yurt haqida to'liq ma'lumot berdi va o'shandan keyin meni o'sha chet elda o'qish, demak, orzu deymizmi, istak deymizmi, niyat deymizmi amalga oshib ketdi. Keyin o'ylab qoldim, menda hozir demak hamma source bor, qurol bor, boshqa bor, odamlar bor. Nimaga mana shu ma'lumotni ko'proq odamga yetkazmaslik kerak, to'g'rimi? Masalan, oramizda hozir agar qaysidir qishloqda bitta chekkada meni ota-onamni puli yetmaydi yoki bo'lmasa qo'yimizni soni yetmaydi chet elga o'qishga deb o'tirgan birorta bir yosh bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoshni bir qalbiga umid solish maqsadida nafaqat umid, balki aniq bir nima deydi, clear instruction berish uchun bu chatni tashkil qilyapmiz. Chatda ishtirok etayotganlar bu meni o'zim. Demak, ismim Sirojiddin. Hozirda Germaniyaning Bonn universitetida o'qiyapman va 2024-yilda El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasini yutganman va men bilan birga, demak, mendan ham tajribaliroq bo'lgan inson Yorbek Siddiqov. Yorbek aka Avstraliyada o'qiganlar, Avstraliyada magistraturada, o'zlari yurist va Yorbek aka ham, demak, El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan chet elda o'qib kelganlar. Bugun sizlarga maksimal manfaatli bo'ladigan ovozli chat qilamiz degan umiddamiz. To'g'rimi, Yorbek aka? Albatta. Xo'p, Yorbek aka, o'zi sizni nima deydi, storiesni bir eshitsak, qanaqa qilib El-yurt umidini yutgansiz? Kimdan eshitib qolgansiz? Bu sizga qanchalik foyda bergan? Avvalo, yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Ismim Yorbek, familiyam Siddiqov. Hozirda El-yurt umidi jamg'armasi bosh konsulti lavozimida ishlab kelaman. Yoshim 34 da. Meni aynan jamg'arma bilan aloqalarim biroz nima deydi, keyinroq desam bo'ladi. Sababi meni o'zimda xohish, ya'ni xorijda o'qishga bo'lgan xohish 2013-yilda paydo bo'lgan desam bo'ladi. Ayni Avstraliyada o'qish niyatim bo'lgan. O'sha vaqtda men Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida bakalavriat yo'nalishida ta'lim olardim. Keyinchalik qiziqishlarim ortidan 2017-yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir necha universitetlarga hujjat topshirib, vizaga ham topshirib ko'rganman. Afsuski, vizadan rad javobini olgandan keyin qaysidir ma'noda chet elda o'qishga bo'lgan orzum so'ngan desam bo'ladi. Keyinchalik men oilada yagona farzandman, shu sababli o'zim ishlab pul topib, oilamni ta'minotini qilishim yoki o'sha vaqtda men yoshim уже 24 lar edi, oila qurishim kerak edi. Yo'nalishim bo'yicha yurist bo'lganligim sababli davlat organlarida ishlashni xohlaganman. Shu sababli dastlab o'z faoliyatimni bankda bosh konsult lavozimida boshlaganman. Keyinchalik 5 yil davomida prokuratura organlarida turli lavozimlarda, tergovchi, prokuror yordamchisi lavozimlarida ishlaganman. O'sha ishdan rosa to'yib yurgan vaqtlarimda xorijda o'qiyotgan o'zimni tanishlarim yoki bo'lmasa kursdoshlarim ko'rib, to'g'risi juda havasim kelardi. Chunki menda ham shu orzu haligacha bor edi, ozgina bo'lsa ham. Lekin uni qanaqa qilib amalga oshirishni to'g'risi men hech qachon ko'z oldimga keltira olmaganman. Kunlardan bir kuni 2022-yilda eslayman, bir oshnam, o'zim bilan birga o'qigan qarindoshim menga keldida El-yurt umidi haqida aytib qoldi. Shunaqa fond bor ekan, xorijda o'qishda davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlab moliyaviy yordam ko'rsatar ekan degan. O'sha vaqtdagi haligi ishdagi ko'proq stresslar, ish hajmining ortganligi oqibatdan biroz o'zimga ta'til olishni xohlagandim. Bu menga qaysidir ma'noda turtki bo'ldi. O'zim oldimga maqsad qo'ydim, shu jamg'armani tanlovlarda ishtirok etib, g'olib bo'laman deb. Shu maqsadda jamg'armaning hamma o'tkazilgan vebinarlarda, ovoz chatlari hammasi ishtirok etib, maksimal o'zimga kerak bo'lgan hamma ma'lumotni oldimda, keyin ishdan chiqib o'zimni adliya organiga hujjat topshirib kirdim. Bu yerda sal ish hajmi biroz kamroq bo'lganligi uchun o'zimning ustimda ishlashga imkon bo'ldi. 1 yil davomida
shu tanlov jarayonlarini bevosita kuzatib bordim va til o'rganishdim va til sertifikatini qo'lga kiritib, o'sha yoshlikdagi qolib ketgan orzumni amalga oshirish uchun Avstraliyadagi universitetlarga hujjat topshirganman. Bu 2023-yil oktyabr oylarida edi. Birinchi qabul xatini olganimda juda ham xursand bo'lganman. Keyin o'sha paytda 2023-yil oktyabr oyida oxirlarida adashmasam ikkinchi tanlov e'lon qilingan. O'sha paytda meni stajim yetarli deydi, ya'ni mehnat faoliyatim taxminan 6-7 yillik bo'lgandi. Huquq yo'nalishi bo'yicha u yerda 4 ta kvota bo'lgan. Birinchi test bosqichidan o'tganmiz, keyinchalik suhbat bosqichidan o'tganimizda aynan 4 ta g'oliblardan biri bo'lganman. O'xshagan. Shunaqa qilib 2024-yilda fevral oyida O'zbekistondan hech qayoqqa chetga chiqmagan, yoshi 34-32 yoshga yetgan talaba sifatida birinchi marta shu Avstraliyaning Sidney shahriga borganman. Juda ham taassurotlar boshqacha bo'lgan. Ko'plab odamlar taniganman va u yerdagi imkoniyatlardan ko'rib juda havasim kelgan va u yerdagi o'zbekistonlik yoshlarni ko'pini kuzatganman, tanish orttirganman va jamg'arma tomonidan qo'llab-quvvatlov oqibatida o'sha o'qishimni muvaffaqiyatli tugatib kelishimga sabab bo'ldi va keyinchalik karyeraviy o'sishimda ham aynan jamg'armaning o'rni beqiyos bo'ldi. Shu sababli jamg'arma bilan bog'liq juda ko'plab meni xotiralarim bor. Aynan jamg'arma orqali 2017-yilda aytib o'tdim yuqorida, Amerika Qo'shma Shtatlariga vizaga hujjat topshirganimda afsuski отказ olganman. Jamg'armada ishlab mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan vaqtimda shunaqa imkoniyat bo'ldi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga borib kelish, u orzum ham amalga oshdi desam bo'ladi. Shu sababli jamg'arma meni hayotimda tubdan o'zgartirib yubordi desam ham bo'ladi. Zo'r. Kattaga rahmat Yo'lbek aka. Men hozir shu o'rinda auditoriyaga murojaat qilmoqchiman. Hozir kimdir o'tirgan bo'lishi mumkin-da, misol uchun hali 8-sinf bo'lib, hali magistraturaga ekan-ku, menga hali 5 yil bor-ku yoki 4 yil bor-ku degan narsa. Meni o'zimda bo'lgan tajriba 2023-yilda oxirlarida el-yurt haqida eshitib qolib, hujjat topshirsam bo'larmikan deb bunday qaraganimda top 100 talik o'qishga kirish kerak bo'lgan oldin. Ana undan keyin top 100 taliklarning applicationlarini qarasam, o'zi ko'pchiligi o'tib bo'lganda. Nima demoqchiman? Siz hozir 8-sinfmisiz, 9-sinfmisiz yoki hali 1-kurssizmi? Bu ma'lumotlarni olib qo'yib, mana 2-3 oy qolganda tayyorlanish boshqa, 2-3 yil oldin tayyorlanish boshqa. Masalan, men 24 yoshimda el-yurt umidi stipendianti bo'lgan bo'lsam, Yo'lbek aka 30+ da bo'lgan. Siz misol uchun 20+ da bo'lishingiz mumkin. O'sha uchun bugungi chatda beriladigan ma'lumotlarni iloji bo'lsa, daftar ruchkaga bir yozib olib, qadamma-qadam, etap-etap o'zingizga aniq bir nima deydi, instruksiya qilib oladigan bo'lsangiz, shunga follow qilib, demak, stipendiyani yutishingiz mumkin. Xo'p, Yo'lbek aka, demak bizda bitta prezentatsiya bor. U prezentatsiyadan oldin men uchun qiziq bo'lgan bir savol bor. Stipendiyani yutish uchun top kerakli bo'ladigan 5 ta skill o'quvchiga nima deb o'ylaysiz? Qaysilari? Albatta bu xorijiy tilni bilish ko'nikmasi, o'sha qaysi davlatda o'qimoqchi bo'lsa, aynan o'sha davlatda tilini mukammal bilish. Ikkinchidan, maqsadi aniq qo'yish, ya'ni kimdirlar hali yoshman deb o'ylaydi yoki bo'lmasa chet elga borgandan keyin o'qib o'rganib 1-2 yil foundation o'qigandan keyin aniq bo'ladi degan tushuncha ham bo'lishi mumkin. Yo'q, aslida yoshlikdan o'sha qaysi sohada o'qimoqchiligi, qaysi kasb egasi bo'lishini oldindan aniq reja qilib olish kerak. Keyin xorijga borganda nimani aynan o'rganib kelmoqchi? Nima o'zi xorijda o'qishga ehtiyoj bor? Bu narsani aniq qilib olish kerak. Ya'ni reja bo'lish kerak. Bundan tashqari o'zini o'sha xorijga ketib mustaqil yashashga tayyor ekanligini aniqlashtirib olish. Ya'ni ba'zi bir yoshlarimizda bor, haligacha masalan ota-onasining ko'magi bilan ko'plab haligi qo'llab-quvvatlovga ega bo'lgani hisobiga chet elga mustaqil borganda biroz qiyinchiliklarga duch keladi va ko'proq stressni boshdan kechirishadi. Bundan tashqari homesickness bo'lib, mazasi qochib qoladi deysizda. Albatta, juda ham qiynalishlari mumkin. Keyin vaziyatni to'liq tushuna olish kerak. Ya'ni nima deydi? Buni qanaqa tushuntirsam ekan? Ya'ni bizda juda ko'p yoshlarimizni xorijdan kutilma juda ham katta-da.
aslida u yoqqa borib real ko'z bilan qaraganda boshqacha ko'rinadi va u yerda ham yetarlicha muammolar borligi, u yerda ham topgan pullarni sarflash darajasi bilan topilgan mablag' o'rtasidagi tafovut ancha miqdor bo'lishi, ya'ni internetda yoki bo'lmasa bloglar tomonidan ko'rsatilgan har bitta narsa haqiqat emasligini bilish kerak oldindan. Va bu narsa kelgusida shu davlatga borib o'qish boshlaganda o'sha muhitga tezroq ko'nikib ketish, moslashish, konstruktdan osonroq o'tishga yordam beradi va bu o'z navbatida o'qishning sifati, o'sha madaniyatni qaysi ma'noda o'zlashtirish imkoniyatini ham yaratib beradi. Shu narsalarga tayyor bo'lish kerak deb o'ylayman. Demak, bir takrorlab oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda albatta language skill. Demak, qaysi davlatga borayotgan bo'lsa, Koreyami yoki bo'lmasa Germaniya, Avstraliya, Angliya farqi yo'q. Va clear goal, bu goal deganda endi qaysi o'qish, qaysi fakultet, qaysi professorning qo'lida, nechta semestr, hamma to'liq ma'lumotlar. Bundan tashqari purpose, ya'ni u yerga borgandan keyincha, mana o'zingizni bir tasavvur qilib ko'rishingiz kerak. O'sha o'qishga kirdingiz, el-yurt umidi yutdingiz, keyincha ana shu joyda ham to'xtab qolmasligingiz kerak borgandan keyin va albatta independence, o'zingizni o'zingiz boshqara olishingiz. Masalan, ayniqsa O'zbekistonda infantizm juda ham kuchli. Ko'p bolalar, qizlar ota-onasiga juda ham bog'lanib qolgan va ular ketgandan keyin qiynalib qolishi mumkin va eng oxirgisi o'sha rational decision making. Demak, o'zingiz uchun o'zingiz javobgarsiz, o'zingizning moliyangiz, o'zingizning vaqtingiz, o'zingizning energiyangizni to'g'ri taqsimlab u yerda yashab keta olish. Zo'r. Kattakon rahmat Yorbek aka. Menimcha endi protseduraga o'tsak bo'ladi-a? Albatta, prezentatsiyamiz bor, ya'ni jamg'arma haqida auditoriyangizga tanishtirsak, ya'ni qisqacha bo'lsa ham, jamg'arma nima faoliyat bilan shug'ullanadi, uni maqsadlari nima, qancha kvota ajratadi, uni tanlovlari qanday tashkil etiladi, tanlovlarda kimlar ishtirok etishi mumkin, kimlar ishtirok etishi mumkin emas degan savollarga o'sha prezentatsiyamiz orqali javob beramiz bo'lsa. Bo'ldi. Xo'p, prezentatsiyani ko'rib turibsiz va Yorbek aka hozir bizani menimcha prezentatsiyada, demak, walk through qilib o'tadi. To'g'rimi? Albatta. Hop, birinchi boshidagi nomiga e'tibor bersak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha el-yurt umid jamg'armasi. Bu o'zidan ko'p narsani aytadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti aynan e'tibori tushgan va e'tibor yuqori darajada bo'layotganligini tasdiqlaydi va uni maqsadi aynan istiqbolli kadrlarni tayyorlash maqsadi. Bu jamg'arma avvallari hozirgi Boshqa sanoatdorlik agentligi qoshida, undan oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi tashkilot sifatida faoliyat yuritgan va prezident huzurida tarkibiga 2025-yil 5-maydagi prezidentimizning 77-sonli farmoni asosida qayta tashkil etgandan keyin o'tgan va bundan keyin jamg'armaning umumiy faoliyati bir qancha o'zgartirishlarga yuz tutgan va ko'plab loyihalarni amalga oshirish va ko'plab imkoniyatlarni talabalarga yetkazish bo'yicha imkoniyat yaratilgan. Hozir sizlar bilan ushbu jamg'armaning qisqacha tarixiga o'tsak, undan oldin biz maqsadlarimizni aniqlashtirdik. Yuqorida aytganimizdek, aynan jamg'arma kelajakdagi yetakchilarni tayyorlash bo'yicha aynan barqaror bitta tizim sifatida faoliyat yuritadi. Bu yerda agar rasm ko'rinayotgan bo'lsa, 2025-yil 24-sentyabrda davlatimiz rahbari o'sha Vashingtonda jamg'armani stipendiyatlar, bir guruh stipendiyatlar bilan hamda vatandoshlar bilan ko'rishgan. Bu har yili deyarli agar Birlashgan Millatlar Tashkilotining qaysidir assambleyasiga tashrif buyurgan bo'lsa, bu albatta uchrashuv tashkil etiladi va u yerdagi talabalarimiz hayoti, o'qishdagi yutuqlari bilan davlatimiz rahbari tanishadi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni o'sha davlatimiz rahbari har bitta talabani yoki jamg'armani faoliyati bilan yaqindan tanish va doimiy ravishda qo'llab-quvvatlovga amalga oshirib keladilar. Yorbek aka, ming bor uzr. Bitta narsa qo'shimcha qilsam bo'ladimi shu joyga? Albatta. Juda ham ko'p nima bor-da, odamlar orasida bir mif deymizmi yoki bir noto'g'ri misconception deymizmi? Xullas nima deydi, el-yurt umidi men yutsam ham bormagan bo'lardim yoki shartnoma qilmagan bo'lardim. Men nimaga? Qaytib kelib men davlatga ishlab beramanmi degan narsa. Men buni tagiga yetib borganimda aytishganda, el-yurt umidi stipendiyatlari, demak, kadrlar zaxirasiga kiritiladi va u kadrlar zaxirasi degani bu hazilakam narsa emas. Masalan, qaysidir korxonada yoki tashkilotda boshliq lavozimiga agar nomzod qidiriladigan bo'lsa, avvalambor o'sha kadrlar zaxirasi, ya'ni stipendiyatlardan qidiriladi. Bu degani, agar men Garvardda o'qib kelgan bo'lsam va
Toshmat Garmardda o'qib kelgan bo'lsa, men el-yurt nomidan ketgan bo'lsam, o'sha boshliq lavozimiga Toshmatdan ko'ra meni o'tish imkoniyatim ko'proq. Bu degani, siz qaytib kelganingizdan keyin, auditoriyadagilarga aytyapman, siz qaytib kelganingizdan keyin qanaqadir bir kichkina lavozimda yoki oddiy lavozimda yoki oyligingiz qanaqadir talon-taroj bo'lib ketadi emas, aksincha, nima desa bo'ladi? Yuqori lavozimlarda va yuqori maosh bilan davlat uchun ishlaysizlar. Bu aksincha menimcha odamga ham qulaylik, ham sharaf. O'sha uchun bu tomonni ham e'tiborga olish kerak va mana shu misconceptionni yo'qotish kerak. Ya'ni siz kelib shunchaki davlatga ishlab berasiz emas, balki nima deydi, katta lavozimda, yaxshi oylikda maza qilib ishlaysiz desak bo'ladi. Yana bitta ozgina qo'shimcha qilib qo'yaman. Bilamiz, ko'pchilik yosh kattalar buni eslashadi. Avvallari Umid jamg'armasi bo'lardi. 97-yildan 2003-yilgacha faoliyat yuritgan. O'sha vaqtlarda 800 tagina talaba xorijga o'qishga yuborilgan. Va u vaqtda xorijdan qaytib kelgan talabalarga yetarlicha sharoit yaratilmagani hisobiga ayrim studentlarimiz chet elga qaytib ketishgan va faoliyatni o'sha joyda davom ettirishgan. Jamg'arma 2018-yildan beri faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirgacha 2300 dan ortiq talabalarimiz xorijda o'qib qaytib kelishgan, o'qiyotganlari bor. Va jamg'arma shu tajribani inobatga olib, hozirda aynan stipendiyalarda o'qishdan qaytib kelgandan keyingi tizimini bevosita yo'lga qo'ygan. Ya'ni bularda hozir imkoniyat qanaqa? Bevosita hali aytganingizdek, prezidentimizda 95-sonli farmonda ham bu o'z aksini topgan. Milliy kadrlar zaxirasiga kiritilishi, davlat xizmatiga qabul qilishda hech qanaqa qo'shimcha sinovlardan o'tmasligi, bundan tashqari har bitta talabaga stipendiyantga o'qish bitirib kelgandan keyin uni o'qigan universitetning reytingiga ko'ra oliy shaqiga qo'shimcha ustama berilishi. Va bu narsa qo'shimchalik insentiv deymiz-ku, o'shaqa narsa, imkoniyat. Ya'ni xorijda topayotgan oyligingiz bilan deyarli teng miqdordagi oylikni shu yerda O'zbekistonda o'zida ishlab topish imkoniyatini yaratib berganlar. Shu hisobiga stipendiyatlarimizni nima deydi, qaytib kelgandan keyin hech qanaqa o'ylovlarsiz ishlab berish imkoniyati yaratildi. Va bu to'g'ri, menimcha yo'lga qo'yilgan. Shuni hisobiga hozir jamg'armani borgan sari stipendiyant bo'lishni xohlovchilar nomzodlar kundan-kunga ko'payyapti va eng qizig'ini aytsam, mana turli xil nomzodlarni ko'ramiz. Ba'zilari bor o'zi o'qishga shu xarajatlarni to'liq o'zi qoplab, faqatgina stipendiyat maqomini olish uchungina harakat qiladi. Shunaqa nomzodlar bor. Shunaqa. Ya'ni bu faqatgina bu pul berish bilan cheklanib qolmaydigan jamg'arma, bu selik ekotizim desak ham bo'ladi. Demak, nomzodni tanlab olib, eng yaxshi universitetga borib o'qishni tashkil qilish, to'liq moliyalashtirish, yaxshi kadr qilib olib kelib O'zbekistonni yaxshi joyda ishlatish va parallel ravishda ularni doimiy ravishda kariyeraviy o'sishini kuzatib borishdan iborat bo'lib qolgan hozir jamg'arma faoliyati. Hop, prezidentimizga qaytadigan bo'lsak, qisqacha tarixi 2018-yilda prezidentimiz 55-45-sonli farmoni bilan avval istidod jamg'armasi bo'lardi. Bu tashqi ishlar vazirligi huzurida faqatgina ular stajirovkani tashkil etish va davlat xizmatchilarining malakasini oshirish bilan shug'ullangan tashkilot bo'lsa, 2018-yilda huquqiy voris sifatida el-yurt jamg'armasi tashkil etilgan. Va undan boshlab hozirgacha, ya'ni 2025-yilgacha deylik, jamg'arma faoliyat yuritib kelgan bo'lsa, 2025-yildan boshlab yana keyingi bosqichga ko'tarildi. Ya'ni 2025-yilda prezidentimiz 77-sonli farmoni bilan jamg'armaga ko'proq imkoniyatlar yaratildi, kvotalar oshirildi, tanlov jarayonlarini yanada samarali o'tkazish, monitoring jarayonlarini bevosita tartibga solish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Xo'p, endi el-yurt jamg'armasi dastur va qamrovi haqida gaplashadigan bo'lsak, avvallari faqatgina ta'lim dasturlarini moliyalashtirish bilan cheklangan jamg'arma bo'lgan bo'lsa, 2025-yildan boshlab jamg'arma qo'shimcha funksiyalar va vazifalarga ega bo'ldi. Ya'ni bular nimadan iborat? Avvalgidek ta'lim dasturlari bo'lgan bakalavriat, magistratura hamda doktorantura ta'lim dasturlarini moliyalashtirishdan tashqari, davlat xizmatlari uchun maqsadli stajirovka tashkil etish, ya'ni 1 oydan 6 oygacha xorijda maqsadli, ya'ni hozirda davlat xizmatchisi sifatida ishlab kelayotgan, ma'lum bir tajribaga ega bo'lgan xodimni bevosita o'zini yo'nalishi bo'yicha xorijdagi eng top kompaniyalar, xorijiy tashkilotlarda 1 oydan 6 oygacha o'qitishni to'liq moliyalashtirib, tashkil etib, yurtimizga qaytgandan keyin o'sha xorijiy tajribani O'zbekistondagi davlat xizmatchilariga tatbiq etish va davlat rivojiga ishlatish bo'yicha ishlar ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, oliy ta'lim tizimiga katta e'tibor berilyapti, xabarlaring bor. Shu xususda ilmiy jihatdan H indeksi deymiz, Scopus yoki tizimida yuqori reytingga ega bo'lgan
professor olimlarni O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda faoliyat yuritishi hamda turli tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun jamg'arma tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlov ham amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, O'zbekistonda xorijiy universitetlarning filiallarini ochishga ham jamg'arma ko'mak beradi. Bundan buyog'iga, ya'ni top 300 talik universitetlardan qaysi universitetdan kelishuvga erishib, O'zbekistonda o'shalarning filiallarini ochish kerak bo'lsa, unga ham jamg'arma ko'mak berishga tayyor. Bundan tashqari, hech endi avvallari men yoshim katta bo'lsa ham eslolmayman, xorijdan chet eldan kelgan talabalarni ularni moliyalashtirilishi, ya'ni O'zbekiston hukumati tomonidan. Endilikda 2025-yildagi farmonning natijasida shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi. Ya'ni xorijda eng rivojlangan davlatlar deymizmi, universitetda o'qiyotgan talabalar O'zbekistonga kelib, qaysi semestr yoki bo'lmasa butun ta'lim dasturlarini jamg'arma hisobidan o'qishlari mumkin. Hop, keyingisi endi Elitubi jamg'armasi haqida qisqacha raqamlarda aytadigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tdim, 2018-yildan beri faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirgacha 2500 dan ortiq stipendiyatlar hamda stajirovka ishtirokchilarini xorijda o'qishini va hamda stajirovkadan o'tishini moliyalashtirgan. Hozirda 700 dan ortiq talabalarimiz dunyodagi eng rivojlangan 45 dan ortiq davlatlarda turli dasturlar, ya'ni bakalavriat, magistratura hamda doktorantura dasturlarida o'qib kelishmoqda. Bundan tashqari, o'sha 1400 dan ortiq turli davlat sektoridagi ishlayotgan mutaxassislarni xorijdagi stajirovkasi yoki malaka oshirishda tashkil etilgan. Hozirda 420 dan ortiq bakalavriat talabalari mavjud, 240 dan ortiq magistratura ta'lim dasturida talaba tahsil olishmoqda va 80 dan ortiq doktorantura dasturda o'zbekistonlik yoshlar xorijda jamg'arma hisobidan o'qib yurishmoqda. Hop, endi quyidagi hayotiga qaraydigan bo'lsak, Elitubi jamg'armasi stipendiyat deyarli dunyoning eng rivojlangan davlatlarining har bittasida bor. Eng ko'p stipendiyatlarimiz mana ko'rib turgan bo'lsa, AQSh va Kanada hududlarida bo'lsa, undan keyingi o'rinlarda Buyuk Britaniya 224 ta, Avstraliya, Kanada, Germaniya va boshqa mamlakatlarda ham jamg'armani stipendiyatlari mavjud. Bundan tashqari Osiyo mamlakatlari bo'lgan, masalan, Xitoy, Malayziya, Koreya, Yaponiyada ham talabalarimiz soni kundan kunga ortib bormoqda. U yerdagi ta'lim sifatlarini bilgan talabalarimiz o'zining tanishlari orqali ma'lumotlar yetkazyapti. Shu sababli qiziqish kundan kunga shu Osiyo hamda Avstraliya, Buyuk Britaniya davlatlarida bo'lmoqda. Aytib o'tganimizdek, bu har bitta o'qiyotgan talabalar dunyoni o'sha ikkita eng katta reyting agentliklari bo'lmish Quest hamda Times Higher Education reyting agentliklarining top 300 talik universitetlarida o'qiyotgan talabalar. Ya'ni top avvalgichalik 1000 talik emas, 500 talik emas, faqat top 300 talik. Hop, endi jamg'arma albatta ehtiyojlardan kelib chiqib turib, mutaxassislarni tayyorlaydi. Shu sababli har yili biz Elitubi jamg'armasi davlat tashkilotlaridan ehtiyojni o'rgangan holda ma'lum bir sohada mutaxassislarni tayyorlashga urg'u beradi. Eng ustuvor hozirda yo'nalishlarimiz bo'lgan STEM fanlar, ya'ni fan, texnologiya, muhandislik, matematika, bundan tashqari iqtisodiyotning driver tarmoqlari deymiz, energetika, axborot texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat ishlab chiqarish va sanoat yo'nalishlari, turizm, logistika, ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi hamda tibbiyot yo'nalishlarida ham stipendiyatlar, ya'ni talabalarni o'qitib O'zbekistonga qaytib kelish bo'yicha alohida e'tibor beriladi. Shu sababli bu yo'nalishlarda ko'proq jamg'arma kvotalar ajratadi. Xo'p, endi jamg'arma har yili deyarli 2 marotaba ochiq stipendiya tanlovlarini e'lon qiladi. Bu ochiq stipendiya tanlovlarida nomzodlar o'zining xohishi bilan qaysi davlatda o'qimoqchi bo'lsa, o'sha davlatdan olingan qabul xatlarini bilan tanlovlarda ishtirok etadi. Tanlovlarimiz odatda 3 bosqichda taqriban aytsak bo'ladi. Birinchisi bu hujjatlarni qabul qilish, ikkinchisi test, uchinchisi bo'lsa suhbat jarayonlari bo'ladi. Nomzodlardan qo'yiladigan ayrim talablar bor. Hozirda tanlov 2026-yil birinchi tanlov e'lon qilganmiz. Undan u haqida ham alohida to'xtalib o'taman. Eng asosiy nomzoddan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati bor. Masalan, birinchi navbatda o'sha top 300 talik universitetdan olinadigan qabul xati, ya'ni o'qish uchun taklif xati. Bu shartli bo'lishi mumkin, shartsiz bo'lishi mumkin. Agar shartli bo'ladigan bo'lsa, deylik, bakalavriatda IELTSdan 6 yoki uning ekvivalenti bo'lgan TOEFL taqdim etilishi mumkin. Yoki agar boshqa davlatdagi tilda o'qimoqchi bo'lsa, o'sha
nima deydi, ekvivalentdagi boshqa tilda sertifikatlarni taqdim etish mumkin. Yoki bo'lmasa avvalgi o'qigan deylik maktabdan yoki bo'lmasa universitetdan o'qiganligi to'g'risidagi diplomi hamda transkriptlari va nima uchun jamg'arma hisobidan o'qimoqchiligi to'g'risida qisqacha motivatsion xat hamda agar g'olib bo'lsa o'sha moliyaviy hamda mehnat kafolatini beradigan ikkita tashkilotdan xatlar taqdim etish kerak bo'ladi. Bu bakalavriat nomzodlari uchun desa bo'ladi. Keyin agar bu nomzod tanlovlardan muvaffaqiyatli o'tib stipendiat deb e'tirof etiladigan bo'lsa, ular ayrim majburiyat demaymiz, ya'ni ayrim shartlarga rozi bo'lish kerak. Bu qanaqa shartlar? Bu hammasi amalga oshirib bo'ladigan shartlar. Ya'ni mas'uliyatni bo'yniga olish kerak desak bo'ladi, menimcha. Shunaqa desa bo'ladi. O'sha bormoqchi bo'lgan universitetda eng yaxshi to'pov universitetda o'qiyotgandan keyin yaxshi kadr bo'lish kerak va yaxshi o'qish kerak. O'zlashtirish darajasi doimiy yuqori bo'lishi kerak va biz har semestr davomida ularning akademik o'zlashtirishini kuzatib boramiz. Kerakli tavsiyalarni beramiz, qaysi fanlarni olish, qaysi fanlarni olmaslik bo'yicha tavsiyalarimizni berib, ularni muvaffaqiyatga erishishga ko'maklashib boramiz. Albatta bu yerda o'qish ko'rsatkichlari 70% va undan yuqori bo'lishi kuzatilgan, lekin bu nima deydi, har bir davlat kesimida alohida ko'rsatilgan. Shu sababli umumiy olganda 70% undan yuqori bo'lishi uchun qisqacha qilib 70% ko'rsatdik. Bu har bir davlat kesimida alohida. Va talabalardan ijtimoiy faollik talab etiladi. Ya'ni borayotgan davlatida O'zbekiston nomidan o'sha talaba borgandan keyin O'zbekistonni tanitish bo'yicha ham tadbirlar tashkil etish kerak. Ya'ni qanaqa O'zbekiston deganda o'sha davlatni aholisi yoki boshqa talabalari shuncha hosil bo'lishi, qayerda joylashgan, qanaqa madaniyat, qanaqa tarixga ega, hozirgi olib borayotgan siyosatlari haqida, imkoniyatlari haqida qisqacha bo'lsa ham ularga ma'lumot berib, O'zbekiston nufuzini ko'tarishga xizmat qilish kerak. Keyingisi, agar imkon bo'lsa, o'sha xorijiy kompaniyalar, top kompaniyalarda stajirovka o'tashni ham mumkin, faqatgina bu alohida shartlari bor. Bu shartlarga inobatga olgan holda stajirovkani amalga oshirish mumkin. Bu ham qo'shimcha imkoniyat. Endi o'sha talabalar o'qishni bitirib O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin ishlab berish majburiyati bor. Ya'ni shuncha deylik bitta talabani xorijda o'qitish uchun Britaniya misolida oladigan bo'lsak, bitta talaba uchun taxminan o'qish xarajati hamda yashash xarajatini hisobga olsak 50 ming 60 ming dollar haqida gap ketyapti. 1 yilda shuncha pul sarflanadi. Agar bakalavriatda o'qiydigan bo'lsa, bu 4 yil davomida 200 ming dollardan oshib ketadigan summa bo'ladi. Ertaga qaytib kelgandan keyin bu summani hech kim qaytarib olmaydi ish haqidan yoki qaytarishni niyat qilmaydi. Faqatgina undan talab qilinadigan yagona narsa davlat organlarida yoki davlat tashkilotlarida yoki davlat ulushi mavjud bo'lgan korxona tashkilotlarida agar bakalavriatda o'qigan bo'lsa 5 yil, doktoranturada o'qib kelgan bo'lsa 5 yil va magistraturada o'qigan bo'lsa 3 yil davomida ishlab berishlari yoki agar stajirovka qilgan bo'lsa 2 yil davomida o'sha davlat organlarida mehnat faoliyatini amalga oshirishga yetarli. Shu bilan ya'ni jamg'armani to'liq majburiyatlarini talablarga javob bergan hisoblanadi. Yorbek aka, ming bor uzr. Va bu 70% degan narsaga bir ikkitalar tushunmabdi, hozir kommentariy keldi. Shuni bir sal boshqacha tilda aytsam bo'ladimi? Mayli. Bolalar mana bunaqa narsada siz stipendiat bo'lganingizdan keyin pulni olib, u yerga borib xohlaganingizni qilishingiz mumkin emas. Masalan, O'zbekiston universitetlarida oldin bilasiz, bakalavrga kirsangiz, agar o'sha birinchi kursda 189 ballda olib kirsangiz, grant oladigan bo'lsangiz, 4 yilga amal qilardi u. Ikkinchi yilda masalan siz baholaringiz tushib ketsa ham yoki 3-yilda umuman o'qimasangiz ham, 4-yilda haydaladigan darajaga borsangiz ham, lekin baribir grantda yurardingiz. Lekin jamg'armada bunaqa emas. Ras siz jamg'arma stipendianti bo'ldingizmi, yaxshi o'qishga majbursiz. Bu degani, agar siz baholaringizni yaxshi bahoda ushlab tura olmasangiz, jamg'arma siz bilan shartnomani bekor qilib, sizga to'lagan pulini qonuniy, agar kerak bo'lsa sud orqali qaytarib olishi ham mumkin. Mana shu tomonni ham o'ylab, ya'ni siz ham stipendiyani olaman, ham u yerga borib u yerda ishlayman, ikkalasini qo'shsam birdaniga hovlimni bitirib olaman degan narsa yo'q. U yerga borib faqat o'qishingiz kerak, bahoni yaxshi qilishingiz kerak, jamg'arma bu yoqdan sizni moliyaviy ta'minlab turadi. Mana shunaqa joy bor. Yana bitta ozgina qo'shimcha qilib qo'yaman. Bu jamg'arma 2025-yil 5-maydagi farmon bilan aytib o'tdim, transformatsiyaga amalga oshirilgan. Transformatsiya jarayonida aynan stipendiyatlar majburiyatlari farmonda o'zi ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni
26 turdagi majburiyat bor. Bu hammasi amalga oshirsa, qilsa bo'ladigan majburiyatlar. Ulardan bittasi masalan o'qish davrida jamg'arma bilan shartnoma amal qilib turgan vaqtida mehnat faoliyati bilan shug'ullanmaslik xorijda. Bu nima uchun qo'yilgan? Jamg'arma 2018-yildan beri faoliyat yuritgan bo'lsa, ya'ni jamg'armaning o'zi. Bizda qanday tajriba egamiz, ya'ni juda ko'p talabalarimiz borib o'qish maqsadida borganda boshqa mehnat faoliyati bilan amalga oshirmoqchi bo'lib, o'qishni o'zlashtirish darajasi tushib ketgan. Shu sababli ham bu narsa jamg'arma qattiq qaraydi, doimiy monitoring qilib boriladi. Qanaqa o'zlashtiryapti, necha bahoga o'zlashtiryapti. Bu qo'yilayotgan talablar hech qanaqa erishib bo'lmaydigan natija emas. Xorijda o'zi o'qish rostdan qiyin, lekin deylik jamg'arma uni har bir talabani viza olishdan boshlab u yerga yetib borishi, yashashi, yeb ichishi bilan bog'liq xarajatlarni, o'qish xarajatlarini barchasini qoplagandan keyin talabaga ortiqcha ishlash yoki pul topishga ehtiyoj qolmaydi. Deyarli hamma sharoit yaratib bergandan keyin faqat undan talab qilinadigan narsa faqat o'qish bo'ldi. Ya'ni talaba shu 4 yil yoki 2 yil davomida yaxshi o'qib bersa, bu kelgusida yaxshi mutaxassis bo'lib yetishiga zamin yaratadi. Shu sababli ham bu turdagi majburiyatlar qo'yilgan va doimiy ravishda bu narsa qattiq nazoratga olinadi. Agar mabodo shu tartibga rioya qilmayotgan, shartnoma shartlarini buzayotgan talablar uchadigan bo'lsa, biz ular bilan shartnomani bekor qilishimiz hamda sarflangan mablag'ni 2 qismga undirish mumkin. Ya'ni jamg'armani farmoni tartib soladigan farmonda aynan shu narsa ko'zda tutilgan. Ya'ni agar sizga sarflangan xarajatlar deylik $100,000 sarflangan bo'lsa, bu 2 hissa undirilishida $200,000 haqida gap ketyapti. Bu juda ham katta summa. Shu sababli bu narsani oqibatini o'ylagan holda juda ham ehtiyotkorlik bilan hamma talablarga rioya qilishi hamda eng ishonch bildirgandan keyin zo'r universitetlarda yaxshi bilimlarni olib qaytish kerak talaba. Endi tanlov jarayonlariga qisqacha qaytadigan bo'lsam, ta'lim dasturlari bo'yicha aytdim, bakalavriat, magistratura hamda doktorantura ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tanlovlar tashkil etiladi jamg'arma tomonidan. Bakalavriat topshirish uchun ayrim shartlar bor, yosh chegaralari bor deylik. Bevosita masalan 30 yoshgacha bo'lgan nomzodlar jamg'armaning tanlovlarida ishtirok etishi mumkin. Magistraturaga esa 22 yoshdan boshlab 40 yoshgacha bo'lgan hamda kamida 1 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan nomzodlar topshira olishlari mumkin. Bundan tashqari doktoranturaga bo'lsa 25 yoshdan boshlab 45 yoshgacha bo'lgan nomzodlarimiz hujjatlarini topshirishi mumkin. Endi bu faqatgina yosh bo'yicha chegaralar. Bundan tashqari qo'shimcha talablar ham bor. Masalan, deylik magistraturaga 1 yil kamida ishlagan bo'lsa, bo'lish kerak bo'lsa, doktoranturaga kamida 2 yillik mehnat staji talab etiladi. Undan tashqari har bitta ta'lim dasturlari bo'yicha xorijdagi top 300 tagi universitetdan qabul xatlari taqdim etilishi kerak va tilni bilish bo'yicha til sertifikatlari ham kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdim, test jarayonlari mavjud, ya'ni ikkinchi bosqich bu test jarayonlari deb hisoblaydigan bo'lsak, hozir 2025-yilgi farmon bilan bir qancha yengillik berildi desa ham bo'ladi. Avvallari masalan hamma birdaniga testga kirgan bo'lsa, hozir SAT, GRE, GMAT yoki bo'lmasa A-level topshirgan nomzodlarimiz test bosqichidan ozod qilinib, to'g'ridan-to'g'ri suhbat jarayoniga tavsiya etilishlari mumkin. Faqat bunda ayrim shartlar bor. Masalan, SAT topshirgan talabalarimiz 1300 dan yuqori darajaga erishgan bo'lishlari kerak SAT bo'yicha. A-level bo'yicha 3 ta fandan, kamida 3 ta fandan A-star deymiz, o'sha darajaga ega bo'lishlari kerak. Endi kimlar tanlovda ishtirok eta olmaydi degan savolga quyidagi slaydda javob berishimiz mumkin. Ya'ni avval xuddi shunaqa dastur bo'yicha yoki turdosh bosqich bo'yicha xorijda o'zi hisobidan yoki boshqa ta'lim dasturi, boshqa grant dasturi bo'yicha tahsil olgan nomzodlar, bundan tashqari sudlanganligi tugallanmagan shaxslar, qaysidir jinoyat sodir etganligi oqibatida hali sudlanganlik holati tugallanmagan bo'lsa ham bu nomzodlarimiz tafsirga qatnasha olmaydi. Bundan tashqari xorijda sirtqi yoki onlayn tarz shaklda tahsil olmoqchi bo'lgan shaxslar. Biz faqatgina onlayn turdagi ta'lim dasturlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Shu sababli bu narsa alohida talab etiladi. Ya'ni jamg'armaning maqsadi o'sha xorijga borgan nomzod o'zi ko'zi bilan ko'rib, o'sha madaniyatni his qilib,
ko'zi bilan ko'rib o'rganib, boshqa talabalar bilan interaktiv muloqotga kirishgan holda ularni bilimlarini maksimal darajada olish. Doktoranturaga borgan talabalarimiz esa o'sha xorijdagi eng rivojlangan davlatlardagi laboratoriyalarda ishlab, ko'rib, ko'z bilan o'rganib, qanaqadir ixtirolar amalga oshirib, o'sha tajribani O'zbekistonga qaytib olib kelishini maqsad qilgan. Bundan tashqari boshqa to'liq grant yutgan nomzodlar, deylik, dunyoda turli xil grant dasturlari mavjud. DAD deymiz, Chivding, JICA yoki bo'lmasa DAD, Fulbright deymiz. Bu kabi, ya'ni yashash hamda o'qish xarajati to'liq qoplanadigan dasturlar bo'yicha g'olib bo'lgan nomzodlarimiz ham bizni afsuski tanlovlarimizda ishtirok eta olmaydi. Maqsad boshqa nomzodlarga imkoniyat yaratish bu yerda. Ya'ni tushuntira oldimmi? Ko'proq odamga bu orqali ko'mak berish mumkinligi ko'zda tutilgan. Shu turdagi nomzodlarimiz afsuski tanlovlarimizda ishtirok eta olmaydi. Yana bitta narsa, agar tanlovlarda soxta hujjatlar, yolg'on ma'lumotlar taqdim etgan shaxslar ham tanlov jarayonlarini o'zida tanlov komissiyasining qarori bilan chetlashtirishlari mumkin. Shu sababli kim agar topshirmoqchi bo'lsa, bu soxta hujjatlarga juda ham ehtiyotkor bo'lishlarini so'rab qolamiz. Hop, nomzodlar uchun majburiy hujjatlar to'plami bor. Bu onlayn ariza, doimiy ma'lumotlar, o'zida mavjud bo'lgan hujjatlar. Bu onlayn turib, o'zingizdan uydan o'tirib to'ldirib qo'yish mumkin. U uchun el-yurt.uz degan saytimiz bor, platformamiz bor. Undan ro'yxatdan o'tganingizda aynan qanaqa hujjatlar talab etilishi, ular namunasi keltirilgan, juda ham tushunarli, sodda tilda yozilgan, bevosita to'ldirib jamg'armaga hujjatlarni topshirish mumkin bo'ladi. Shu sababli qisqa to'xtalmadim bu anaqaga, ma'lumotlarga. Endi tanlov jarayonlari bo'yicha talablarni aytib o'tdim. 2025-yilda yana bir o'zgartirish bo'lgan, ya'ni avtomatik g'oliblik degan narsa bor. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Top 100 talik universitetga yoki top 300 talik universitetga yoki top shu ikkitasiga faqatgina ta'lim olish bilan bog'liq xarajatlar to'liq qoplanadigan grant sohibi bo'lgan shaxslar jamg'armaga hujjat topshirilsa, mavjud kvota doirasida ular hech qanaqa imtihonlarsiz, test va suhbat jarayonlarsiz g'olib deb topilishlari mumkin. Bundan jamg'armani deylik top 100 talik universitetga tuition fee xarajatlari to'liq qoplangan grant yutgan sohiblar jamg'armaning to'liq grantdan foydalanishlari mumkin. Bu yerda viza xarajatlari, yashash, yeb-ichish, yotoqxona, deylik, aviaperevizlar bo'lgan o'qish xarajatlari. O'qish xarajatlari to'liq grant bo'lganligi uchun u qoplanmaydi. Endi top 300 talikka kirgan, ya'ni top 100 dan boshlab 101 dan boshlab top 300 talikka kirgan universitetda aynan grant, tuition fee qismi grantga qabul qilingan nomzodlarni u yerda transport va yashash xarajatlari qoplab beriladi. Bu hech qanaqa imtihonlarsiz bo'ladi. Faqatgina bu kvota doirasida, deylik, jamg'arma o'tgan yil masalan 20 ta kvota ajratgan bo'lsa, universitetdan reytingdan kelib chiqib turib, ketma-ketida tanlanadi. Keyingisi bo'lsa, aynan top 20 talik universitetga kamida 50% grant bilan g'olib bo'lgan aynan ixtisoslashtirilgan maktab hamda ijod va prezident maktablari bitiruvchilariga alohida imkoniyat yaratilgan. Ular ham to'liq grant sohibi bo'lishlari mumkin, hech qanaqa qo'shimcha imtihonlarsiz. Endi bu kabi nomzodlar suhbat jarayonlariga faqatgina hujjatlarni to'liq o'rganish hamda tanishtiruv uchun chaqiriladi. Ya'ni qanchalik jamg'armaning talablari bilan xabardor va haqiqatda yutgan universitetlar bo'lsa, deylik, ba'zi bir talablarimiz bor. 2-3 universitetdan birdaniga to'liq grant sohibi bo'lishadi. O'shani tanlash bo'yicha maslahatga kelishlari mumkin bo'ladi. Bu narsaga bitta narsaga e'tibor berishlarini so'rardim. Juda ko'p nomzodlarimiz grant bilan moliyaviy yordam adashtirishadi. Deylik, ba'zi bir davlatlarda o'qish xarajatining o'zi nolga teng yoki bo'lmasa davlat tomonidan moliyaviy yordam sifatida ko'rsatiladi-da, bu grant hisoblanmaydi. Juda ko'p talabalarimiz, masalan, Italiya davlatida o'qiydigan talabalarimiz murojaat qilishadi. Agar men o'qishim to'liq grantda, men hech qanaqa talablarsiz ishtirok etamanmi deydi. Yo'q, bu yerda aynan sizga moliyaviy yordam ko'rsatilgani sababli tanlovlarda ishtirok etishga to'g'ri keladi. Xo'p. Keyingisi test va suhbat bosqichlari aytib o'tdim. Bu test jarayonlari 40 ta testdan iborat bo'ladi va bu testni aynan avval bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladi. Bu outsourcing sifatida jamg'arma foydalanadi bu xizmatdan va hech qanaqa jamg'armaning bu test bosqichlariga aloqasi yo'q. Faqatgina buyurtma asosida tayyorlab o'tkazib beradi.
Bu jami 40 ta savol. Bakalavriatlarga jami 40 ta savol tushsa, ularni 20 tasi IQ test hamda critical thinkingga oid testlar bo'ladi. Agar kimdir SAT testlarini ko'rgan bo'lsa yoki matematika bilan yaxshi shug'ullangan bo'lsa, bu testlarda qiyinchilik yo'q, bemalol yechsa bo'ladi va bu kamida 61 balldan yuqori olgandagina g'olib deb keyingi bosqichga tavsiya etiladi. Endi doktorantura hamda magistraturaga topshirmoqchi bo'lgan nomzodlarimiz 20 ta IQ test hamda 20 ta shu ilmiy ish qilish bo'yicha metodologiyaga oid savollarga duch kelishadi va qanday turdagi manbalardan foydalanish kerakligi bo'yicha jamg'arma saytlarida ham bor. Bu bilan bevosita tanishlashlari mumkin. Xo'p, suhbat jarayoniga keladigan bo'lsak, bu tanlovning eng oxirgi so'nggi jarayoni. Hamma suhbatlar odatda Toshkent shahrida amalga oshiriladi, o'tkaziladi. Agar xorijda bo'ladigan bo'lsangiz, onlayn tarzda ishtirok etishingiz mumkin. Faqatgina asosiy hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Suhbat jarayonlari 30 daqiqagacha bo'lib o'tadi. Suhbatda nima savollar bo'ladi? Ya'ni aynan siz nima uchun nomzod bo'la olasiz? Eng yaxshi nomzod bo'la olasiz. Nima uchun jamg'arma sizni stipendiya sifatida talab olishi kerak? 3 ta asosiy sabab. Ya'ni jamg'armaga hujjat topshirayotgan vaqtingizda essay yozasiz. U essayda aynan talab qilinadigan narsa shu. Nima uchun siz aynan eng yaxshi nomzod bo'la olasiz? Va qolganlarning nima farqingiz bor? Aynan nima uchun siz xorijda o'qishingiz kerak? Nima uchun o'sha davlatda, o'sha universitetda o'qishingiz kerak? Shu kabi savollar va mutaxassislikka oid savollar ham bo'ladi. Jamg'armani o'sha tanlov komissiyasi a'zolari tanlov komissiyasining a'zolaridan tashqari ekspertlar ham o'tiradi. Turli soha vakillari lardan hamda muqaddam jamg'arma hisobidan xorijda o'qib kelgan talabalarni jalb qilgan holda bolani bilimini obyektiv baholash uchun chaqirib taklif etadi. Yana bitta qo'shimcha, shu tanlovlarni xolisligini ta'minlash maqsadida 2025-yildan boshlab tanlov jarayonlari shaffofligini ta'minlash maqsadida YouTube'da hamda boshqa platformalarda onlayn translyatsiya qilinib borilmoqda suhbat jarayonlari. Ya'ni kimdir agar shaxsga oid ma'lumotlarni ochiqlanishni xohlamasa, buni ovozini o'chirgan holda translyatsiya qilishga rozilik berish mumkin. Agar yo'q, men roziman, shu ma'lumotlar ochiqlansa ham translyatsiya qilishni xohlayman desa, biz onlayn translyatsiya qilib beramiz va barcha berilgan savollarni bevosita eshitib va talaba tomonidan javob berilayotgan har bitta savolning javoblarini eshitib turishlari mumkin. Bu nima beradi? Bu har bitta o'tkazilayotgan nomzodlarni eng yuqori darajada saralab olishlarini, haqiqatda eng yaxshi nomzod ekanligini tasdiqlash uchun tanlov komissiyasi faoliyatini yanada shaffofligini oshirish uchun xizmat qiladigan bir yechim sifatida amalga oshirilyapti. Xo'p, endi o'tkazayotgan bo'lsangiz, test bosqichi va suhbat bosqichi haqida lavhalar joylashtirilgan bu yerda. Eng oxirgi tanlovimizda, ya'ni qanday qilib o'tkazilgan. Ya'ni chap tomonimizda testlar to'liq kompyuterlashtirilgan holatda maxsus nazorat ostida ma'lum bir test topshiriladigan hududlardagi amalga oshiriladi. Buni hech qanaqa jamg'armaga aloqasi yo'q. Keyingisi bo'lsa, o'sha suhbat jarayonlarida olingan lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda aynan translyatsiya jarayoni ham bevosita ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, endi jamg'armani shuncha maqtadik. Jamg'armaning eng asosiy pluslari nimada deydigan bo'lsak, jamg'arma sizni hamma xarajatingizni qoplaydi xorijda o'qish bo'yicha. Deylik, siz Amerikaga ketmoqchisiz yoki Britaniyaga ketmoqchisiz. Britaniyada o'qish xarajatlari odatda bir semestr yoki bir yil uchun o'rtacha $30,000 dan $50,000 o'qish xarajatlarini tashkil etadi. Bundan tashqari siz yashash xarajatlaringiz ham taxminan $20,000–25,000 tashkil etadi. Bundan tashqari aviabiletning o'zi qancha narxligini o'zingiz bilasiz yoki bo'lmasa viza xarajatlari. Bu jamg'arma hamma xarajatingizni deyarli qoplab beradi. Deylik, tibbiy sug'urtangiz 4 yil davomida agar bakalavr bo'lsangiz, o'qimoqchi bo'lsangiz, xorijda tibbiy sug'urta olganlar biladi, narxi $4,000–5,000 bo'lib ketadi yoki bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Amerikada o'qiyotganlar biladi, bu narxi 2-3 barobar ko'payib ketadi. Ya'ni har bitta semestrga $2,000–3,000 dan chiqadi. Bundan tashqari viza xarajatlari, hozir masalan Avstraliyaga topshirmoqchi bo'lgan stipendiyalarimiz bilishadi, $2,000 talabalarlik vizasiga topshirish kerak. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qaysi ma'noda o'zingiz hisobingizda shuncha pulga kuygan bo'lasiz. Jamg'arma orqali har bitta talabani viza olishi ham qaysi ma'noda kafolatlangan, chunki biz to'liq o'sha o'qish davringizda to'liq moliyaviy javobgarlikni o'z bo'ynimizga olganimiz hisobiga sizda vizada hech qanaqa muammo yuzaga kelmaydi. Bundan tashqari o'qish xarajatlaringiz aviachipta, ya'ni O'zbekistonga va hamda o'qish joyidan O'zbekistonga va O'zbekistondan o'qish joyiga yetib olish uchun hamma transport xarajatlaringiz qoplab beriladi. Yashash xarajatlaringiz aytib o'tgandek, o'quv adabiyotlari. Men Sirojjon bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'zim stipendiyada bo'lganim sababli xorijda o'qigan vaqtimni ko'rganman. Turli xil dasturlar orqali xorijda o'qiyotgan talabalarni
berilayotgan pul miqdorlari haqida biroz tushunchaga egaman va solishtirib ko'rganman. Jamg'arma tomonidan ajratilgan mablag' eng ko'plardan biri desak bo'ladi. Agar siz ham buni solishtirgan bo'lsangiz bilasiz. Endi uni sarflashga keladigan bo'lsak, albatta bu har bitta nomzod talabani o'zini ehtiyojlaridan yoki avvalgi turmush tarzidan kelib chiqiladi, lekin agar talaba sifatida maksimal darajada nima deydi, to'g'ri foydalansa, bu hech qanaqa nima deydi, qo'shimcha molashtirish talab etilmagan holda to'liq qoplaydi va oshirsa ham bo'ladi hatto bu narsa. Hozir bizda xorijda o'qiyotgan talabalarimiz bor, o'z vaqtida to'g'ri moliyaviy savodxonligini yo'lga qo'yganligi sababli berilayotgan mablag'larni oshirilayotganlari ham kuzatiladi, lekin hech qachon jamg'arma bu oshirilganlarni qaytarish olish bo'yicha chora ko'rmaydi. Shu sababli bu sizga ajratilgan mablag' va siz to'liq u mablag'lardan foydalanishingiz imkoniyati mavjud. Bundan tashqari o'quv adabiyotlari, bilasiz, masalan, doktorantura talabalarida ko'proq o'quv adabiyotlarini sotib olish bilan bog'liq xarajatlar yuzaga keladi yoki bakalavrda ham bor. Bu o'quv adabiyotlar ham juda qimmat turadi. Albatta bu har bitta ajratilgan xarajatlarni limitlari bor, lekin bu limitlar o'sha xorijiy davlatlardagi standartlarni inobatga olingan holda qo'yilgan. Ya'ni siz bu xarajatlarni bemalol jamg'arma tomonidan olingan mablag' hisobidan to'liq qoplay olasiz. Yo'rbek aka, boyagi xarajat temasida ozgina gapirmoqchi edim. Anchagina qimmat dedingiz, men aniq raqam bermoqchiman. Menimcha bu uyatli joyi yo'q hech qanaqa. Xo'p, Germaniyani o'zida DAT degan, ya'ni DAAD degan scholarship bor. Magistraturani o'ziga, demak, stipendiyantlarga 934 yevro to'lab beradi. El yurt bilan taqqoslaydigan bo'lsak, men o'zim Germaniyada o'qiyapman va 1 yil uchun el yurt stipendiyasi $16,000. Bu degani oyiga 1200 dan ham ko'payib ketib qoladi-da. Bu degani ancha yuqori, ya'ni siz o'qishingiz, yeb-ichishingiz boshqadan tashqari sal yig'ib men bu dam olish vaqtlarida Yevropani travel qilishingizga ham yetadigan darajada pul bo'ladi. Shunday, albatta. Hop. Endi deyarli suhbatimiz yakunlariga yetyapti prezentatsiya bo'yicha. Oxirgi slaydlarda ko'rgan bo'lsangiz, biz talabalarimizni, turli davlatlarda tahsil olayotgan talabalarimizni hayotdan qisqacha lavhalar amalga oshirilgan, berilgan. Juda ham qiziqarli. Har bitta davlatda deyarli bizning talabalarimiz o'qiydi. Hammasi deyarli qaysidir ma'noda o'ziga xos qobiliyatlarga ega. Hammasi o'zining sohasi bo'yicha yaxshi natijalarga erishmoqda. U ko'rsatilgan rasmlarda ham bu narsa o'z aksini topgan. Hozirgi bitiruvchi yoshlarimiz ham shu kabi aka-ukalar singari xorijda o'qisa, yuksak natijalarga erishishlari mumkin. Jamg'armani tanlovlari, jamg'arma faoliyati haqida qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, savol-javobga tayyormiz. Hamda jamg'armani ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga obuna bo'lsangiz, doimiy ravishda jamg'armani faoliyati yoritib boriladi. Menimcha, agar o'zingiz topshirmasangiz ham, siz yaqinlaringiz, tanishlaringizga bu juda ham katta foydali ma'lumotlar bo'ladi degan umiddaman. Prezentatsiyamiz qisqacha shu haqida bo'ldi. Xo'p, aka, kattakon rahmat. Bitta mana qilsak bo'ladimi? Masalan, deylik, o'sha noldagi talabani bir hisobga olib, u qilishi kerak bo'ladigan eng asosiy etaplar 1 bu, 2 bu, 3 bu, oxirida keyin stipendiya yutiladi degan ma'noda bir qisqacha kanalga tashab qo'yishga shunchaki. Hozir juda podrobni aytdik, to'g'ri, boshdan oxirigacha. Mana shuni bir asosiy pointlarni. Menimcha, eng birinchisi bu xuddi hozir aytganimizdek, baribir top universitetga o'qishga kirish kerak. To'g'rimi? Ha. Bakalavrda bitta nomzodni tanlab oladigan bo'lsak, deylik, 11-sinf bitiruvchisi, qo'liga attestatsiya yoki diplomni olgan nomzod birinchi qiladigan ishi bevosita xorijiy tilda sertifikatni olish, kamida 6 va undan yuqori. Komponentlar bo'yicha talablar yo'q. Shu sababli umumiy overall ball 6 va undan yuqori bo'lishi kerak. Endi hozirgi raqobat jarayonlarini inobatga olsak, o'sha 7 va undan yuqori bo'lsa tavsiya etilardi nomzodlarga, chunki raqobatga kirishayotgan vaqtda albatta tilni qay darajada bilish ham albatta katta ahamiyatga ega. Til sertifikatini olish kerak. Bundan tashqari, agar testdan ozod bo'lishni xohlasa yoki eng yuqori reytingdagi universitetga kirmoqchi bo'lsa, SAT imtihonlarini natijalari ham albatta katta rol o'ynaydi. SAT A-level imtihonlarini topshirish tavsiya etiladi, agar aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha ketadigan bo'lsa ko'proq. Undan keyin o'sha xorijlik universitetlardan qabul xotlari. Qabul xotlarini olish unchalik ham murakkab jarayon emas. Juda ko'pchilik yoshlarimiz qaysidir ma'noda eskidan quloqqa quyib kelgan, juda ham qiyin, kirib bo'lmaydi. Yo'q, hamma universitetga kirsa bo'ladi. Bu
gapimni isboti uchun oxirgi jarayonlarni bir kuzatayotgan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p yoshlarimiz Garvardga, Stanford, MIT, Yale hamma universitetga kiryapti. Buni nima jihati, ahamiyatli jihati bor? Elit umid jamg'armasi deylik, bosh tashkil etilgan vaqtda u paytlarda mingtalik universitet haqida wow bo'lardi. Va o'sha paytdagi top mingtalik universitetga kirgan nomzodlarni, deylik talabalarni diplomlari O'zbekistonda hech qanaqa imtihonlarsiz notifikatsiya qilinadi. Hozir borgan sari shu talab borgan sari oshyapti. Va elit umid jamg'armasi top 300 talik me'yorni qo'ygandan keyin top 300 taga kirish juda ham avjiga ortib ketdi. Endi borgan sari talabalarimiz top 100 talikka harakat qilishni boshlagandan keyin уже top 1-o'rinda turadigan, 2-o'rinda turadigan universitetlarga kirish soni borgan sari ortyapti. Ya'ni imkon bor, hamma narsani qilsa bo'ladi, faqatgina hammasiga tizimli yondashib va oldindan ertaroq reja qilib, har bitta instruksiya bo'yicha to'g'ri tayyorlanish kerak. Qo'shimchalik konsaltinglarga yoki bo'lmasa qo'shimcha xizmatlardan foydalanishga ehtiyoj yo'q. Agar tilni biladigan nomzod bo'lsa, bu o'zi hech qanaqa qo'shimcha moliyaviy xarajatlarsiz amalga oshirsa bo'ladi. Faqatgina internetdan foydalanish ko'nikmasi kerak bo'ladi. Ya'ni Googledan oddiygina shu qaysi universitetlarda topshirsa bo'ladi, qaysilarda application fee waiver beradi yoki bo'lmasa qanday qilib topshirish imkoniyati borligini oddiyga o'rgansa bo'ladi. Keyingisi qiladigan ishi albatta yosh chegarasi bor, aytib o'tgandek, bakalavrlarga albatta minimal yosh chegarasi belgilanmagan bo'lsa ham, maktabda tugatganlik to'g'risidagi attestatsiya talab etilgan sababli bu taqriban aytishimiz mumkin 17 yoki 18 yosh. Magistrlarga bo'lsa 22 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni hujjat topshirayotgan vaqtida 22 yoshdan yuqori bo'lsagina hujjat topshira oladi. Keyingisi anaqa eng asosiy men tavsiya etgan bo'lardim, o'sha qaysi sohani o'qimoqchi bo'lsa, o'sha sohadagi ayrim muammolarni o'rgansin talaba. Endi to'la bakalavrda ko'p tushuncha bo'lmaydi, lekin hamma deylik nomzodlarimizni tanishlari bor, akalari bor yoki bo'lmasa ota-onasi qaysi sohada ishlayotgan bo'lishi mumkin, qaysi muammoni yaqindan biladi. Yoki bo'lmasa qanchadir internshiplar deymiz, amaliyot dasturlariga qatnashib, o'sha qisqa bo'lsa ham o'sha sohadagi muammolarni aniqlab olish kerak. Ya'ni nima uchun ketayotganini shu orqali o'zini qaysi ma'noda savollarga javob beradi-da. U narsaga tayyor bo'lish kerak. Keyin esa deyarli shu Ularga hammasi texnik, ya'ni hujjatlar yuklash, o'sha bilan bog'liq. Eng asosiy talablar shu. Tilni bilish kerak, xorijdagi universitetdan qabul xatini olish kerak va aniq maqsad qo'yish kerak. Bo'ldi. Qolganlarning hammasini O'zbekistonda turib, onlayn, uydan chiqmagan holda amalga oshirish imkoniyati bor. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Meni o'zim ham yutayotgan paytimda bolalar veb-saytda o'zida 100% hamma ma'lumot bor. Ya'ni Elliot Foundation degani, masalan, ichkaridan qaysidir xodim o'zini tanishlariga insidersga ma'lumot beradi. Misol uchun intervyuda mana bunaqa savollar tushadi, faqat ular tayyorlanib, ular o'tib ketadi yoki qanaqadir korrupsiya, boshqa bunaqa narsa yo'q, to'g'risi. Chunki agar bunaqa narsa bo'lganda, meni bir institutdagi kursdoshim bor, sal nima deydi, juda ham beg'u bor. Ota-onasi oddiy ishda ishlaydi va haqiqatdan ham bir nima deydi, boy odamning oilasi emasda, o'sha bola ham даже grant yutyapti. Bu degani IQsi joyida, bilimi joyida, hujjatlari joyida, til sertifikati bor, o'qishga kirdi, intervyudan, bosqichlardan o'tdi va suhbatdan o'tdi, oxirida stipendiyant bo'ldi. Sizdan talab qilinadigan narsa o'sha Yorbek aka hozir aytgandek, ozgina sabr va internet skills. U veb-saytga kiring, bunisiga kiring, u PDFni yuklang, ichidan ma'lumot qidiring, o'zingizga kerakli joyda olib, alohida highlight qilib yozib oling. Shu darajada tayyorgarlik ko'ringki, mana Yorbek aka Elliotda o'zi xodimlari sizda olmaslikka sabab qoldirmasin. To'g'rimi? Yorbek aka? Albatta. Bitta narsani aytib o'taman. Deylik, men nomzodlarni suhbat jarayonlarida men ham bevosita ishtirok etaman, kuzatib boraman. Nomzodlardan bitta narsani so'rab qolgan bo'lardim. Har bitta ishni qilayotganda o'zlari sidqidildan yondashib, o'sha narsani o'zlari qilsa, jarayonda o'zlari yaqindan biladi va har qanaqa savollarga javob bera oladi. Deylik, ba'zi bir to'g'risi nomzodlarni misol sifatida aytib o'taman. Ba'zi bir nomzodlarimiz xorijga ketyapti-da, tayyor deylik. Suhbat jarayoniga yetib kelganda, xorijda qaysi fanlarda o'qishni bilmaydi. Bu narsa to'g'risi xorijga ketayotgan talaba uchun qaysidir ma'noda noto'g'ri narsa, chunki xorijga ketyapsan, ertaga qaysi fanda o'qishni bilmasa, qanaqa fan olish kerakligini, nechta fan olish kerakligini, qachon o'qish boshlanishini bilmasa,
Bu juda ham uyatli bo'ladi. Ya'ni agar kimdir konsalting xizmatlaridan foydalangan holda bu narsani amalga oshirgan bo'lsa, bu narsani ichidan yaxshi bilmaydi. Ya'ni qanaqa fanlar olish kerak yoki bo'lmasa o'ziga qiziq bo'lmagan fanlar olib qo'yish mumkin. Sohalarda ham turli tanlab qo'yish mumkin. Ya'ni ba'zi bir universitetlar bor, masalan, injiniring sohasida offer olish juda ham qiyinroq. Chunki ayrim skilllar talab etadi yoki huquq yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lgan odam avval bakalavrda o'qigan bo'lishi yoki meditsina o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa, avval background shunga oid bo'lgan bo'lishi kerak, u talab etiladi. Endi ba'zi bir yo'nalishlar bor, masalan, gumanitar fanlar deylik yoki bo'lmasa iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha yoki MBA deymizmi, trenddagi yo'nalishlar u offer olish juda ham oson. Buni hamma olib bera oladi, u ola oladi ham. Lekin hamma qilgan ishni qilishdan ko'ra, menimcha hamma o'ziga individual bir roadline yaratgan ma'qulroq. Shu joyda bir maqsad qo'yish kerak. Shu joyda bitta yaxshi metafora ishlatsa bo'ladi. Konsalting firmalarga iloji boricha ishlaringiz tushmasin. Nimaga? Ha, ular hujjatingizni qilib berar yoki bo'lmasa dokumentlaringizni qilib berar, o'qishga kirgizib berar, lekin undan xabaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz xuddi avtomatlarning nomini, qurollarning otini bilmaydigan askarga o'xshab qolasiz-da. To'g'ri, urushga borasiz, askar degan nomingiz bor, lekin qaysi avtomat nima qiladi, qaysi o'qni solish kerak bilmasangiz, baribir halok bo'lib ketasiz. O'shuning uchun boshidan oxirigacha, ipidan ignasigacha hujjatlarni o'zingiz tayyorlaganingiz yaxshi. Bu narsa qiyin ham emas, to'g'risi. Va pulingizni bu yerda ikkita foyda bo'ladi. Ham pulingizni tejab qolasiz. Chunki konsaltinglarni men ko'rganman-da, juda ham otni kallasini qo'yib yuboradi narxini. Masalan, 10 million, 15 million, 20 millionlab qo'yib yuboradi o'sha top 300 talik o'qishdan acceptance olish uchun. Lekin aslida top 300 talikdan acceptance olish unaqa rocket science narsa emas. O'zingiz ham bemalol qilsangiz bo'ladi, faqat ozgina sabr bilan veb-saytlariga kirib, talablarini ko'rib, hujjatlarini tayyorlash kerak. Men bitta statistika keltirishim mumkin o'zimni amaliyotimdan. Men ham xuddi shularni o'tganim sababli o'zimni amaliyotimni aytadigan bo'lsam, Britaniyadagi universitetlardan 3-5 kunda olsa bo'ladi offerlar. Top 300 ta universitetlardan. Avstraliyadagi universitetlardan offer olish biroz vaqt talab etishi mumkin, chunki ular relax odamlarda munosabatlar shunaqa bo'ladi, bir oygacha cho'zilishi mumkin. Ya'ni hozir biz nomzodlar bo'yicha tanlovda e'lon qilganimizda e'lon qildik. Masalan, 3-da e'lon qilgan bo'lsak, 24-aprelgacha 21 kun davomida ochiq turadi platforma. Agar kimda kim oranglardan nomzodlar hujjat topshirmoqchi bo'lsa, buni jarayonni hozirdan boshlash kerak. Ya'ni agar offer sizda qo'lingizda bo'lmasa. Endi juda ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Mana shu paytda esimga kelib qoldi, javob berib ketay. Ayrim talabalarimiz turli xil universitetlarga topshirganda ayrimlardan javob xato olgan, ayrimlardan olmagan. Agar shunaqa holatga duch kelgan bo'lsangiz, bu hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Hozir qo'lingizda mavjud bo'lgan offer bilan siz tanlovda ishtirok etishingiz mumkin. Suhbat jarayonida bevosita sizda mavjud bo'lgan eng oxirgi offerlar bilan qatnashib, tanlov jarayonida taqdim etib, ma'lumot berishingiz mumkin. Ya'ni sizda qaysi universitetda o'qish imkoniyati bor. Ayrim talabalarimiz bo'lgan, masalan, top 100 talik universitetga kirganda, top 20 talik universitetdan kutayotganlar bo'lgan. Suhbat jarayoniga kelganda 50% yoki 70% gacha grant olib turib, boshqa universitetdan qabul xatlarini qo'lga kiritganini aytgan va shu oqibatda ham qaysi tomonda yutishligiga sabab bo'lgan. Sababi nizom o'zida o'qish muddatining qisqaligi, olingan grant miqdorining yuqoriligi va boshqa shart-sharoitlari albatta tanlov jarayonida inobatga olinishi ko'zda tutilgan. Shu sababli bu narsaga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni qancha ko'p grant olsangiz, qancha yuqoriroq universitetga kirsangiz va o'qish muddatingiz qisqaroq bo'lsa, sizni yutish imkoniyatingiz yanada oshishi mumkin. Tushunarli. Yorbek aka, menimcha maksimal tushunarli bo'ldi hozir. Endi savol-javobga o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, do'stlar, kim agar chatda o'tirgan bo'lsa, men sizga teparoqda bot yuborgandim, o'shanga savol yuboring deb. Agar chat mobaynida sizga allaqachon bergan savolingizga javob berib qo'ygan bo'lsak, bilib bilmagan holda yana yangi savol yuborsanglar bo'ladi. Men botni hozir kanalga tashlayman. Mana shu botga qanaqa savolingiz bo'ladigan bo'lsa tashlasangiz, biz birgalikda o'qib, sekin-sekin javob beraveramiz. Ozgina Q&A session qilamiz. Agar chat mobaynida cover qilmagan qanaqadir mavzuyimiz bo'ladigan bo'lsa, javob beramiz. Agar cover qilgan narsamiz bo'lsa, menimcha savolingizni o'qimasak kerak. Yorbek aka, agar sizda savol bo'ladigan bo'lsa, botdan kelgan bitta savolga javob bermoqchiman. Menimcha hamma uchun foydali bo'ladi. Madina Tohirova savol yuboribdilar. Bu stipendiya faqatgina top 20 talik universitetga kirsangizgina 100% qoplab beriladi deb eshitdim. Shu gap rostmi? O'zi
top nechtaga kirsangiz qancha foiz qoplanadi, shu haqida to'liq ma'lumot bersangiz deb savol yo'llabdilar. Savol uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tdik. Top 300 talik universitetga kirganlar bo'lsa va tanlovlarda ikki bosqich tanlovlarda to'liq ishtirok etib g'olib deb topilsa, jamg'armaning to'liq stipendiyasidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Endi top 20 talik universitetga faqatgina ixtisoslashtirilgan maktab, prezident va ijod maktablari bitiruvchilari 50% va undan yuqori grantga kirsalar, faqatgina ular 100%lik stipendiyani faqat imtihonlarsiz qo'lga kiritishlari mumkin. Qolgan holatda hamma umumiy tanlov ishtirok etishlari so'rab qolinadi, ya'ni talab etiladi. Hop, keyingisi keyin 18 yoshda ham ketsa bo'ladi. Menimcha xorijga ketmoqchi bo'lgan nomzodimizdan kelgan bu 18 yoshda ketsa. Biz ko'plab talabalarimiz, ya'ni bakalavr dasturida o'qimoqchi bo'lganlar hatto 17 yoshda ota-onasidan ruxsat olib hamda ishonchnoma orqali ketishadi. Bu bor narsa. Xo'p. Umid jamg'armasi orqali ketish uchun qanday hujjatlar tayyorlash kerak va qayerga murojaat qilishimiz kerak? Bu haqida aytib o'tdik. Jamg'armaning platformasi bor. Jamg'armaning Telegram kanali orqali kuzatib borgan bo'lsangiz, el-yurt.uz platformasiga hujjat topshirish mumkin. Hozir qabul jarayonlarimiz ochiq. 3-dan 24-aprelgacha bu ochiq bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimga o'tadigan bo'lsak, men hozir maktab o'quvchisiman. Kelajakda el-yurt jamg'armasi orqali top universitetga kirishni maqsad qilganman. Hozirdan boshlab vaqt yo'qotmaslik uchun 2-3 ta eng muhim skill yoki narsaga fokus qilishim kerak. Buni menimcha aytib o'tdik. Xo'p, qaysi davlatdagi universitetlarga o'tadi bu stipendiya deb bitta stipendiya nomzodimiz yozibdilar. Bu dunyodagi top 300 talik universitet reytingini ko'rsangiz, qaysi davlatda o'sha universitet joylashgan bo'lsa, demak hammasiga o'tadi. Endi albatta bitta nyuans bor. Masalan, deylik, hozirda urush harakatlari olib borilayotgan, notinch bo'lgan davlatlarga biz yuvoshdan manfaatdor emasmiz. Bu bevosita sizni xavfsizligingizni o'ylagan holda. Yorbek aka, bu yerda yana bitta savol bor ekan. Men hozir Quest rating bo'yicha 38-o'rinda turadigan universitetda o'qiyman. Birinchi kurs, birinchi semestr dasturga topshira olamanmi deb so'rabdilar. Albatta, agar xorijda hozir o'zini hisobidan o'qiyotganlar bo'lsa, bevosita topshirishlari mumkin. Bunda qabul xatini o'rniga haqiqatda o'sha joyda o'qiyotganligini tasdiqlovchi hujjat yoki enrollment letter bilan topshirishlari mumkin. Bitta e'tibor bergan joyi, o'sha o'qiyotganligi tasdiqlovchi hujjatni sanasiga e'tiborli bo'lish kerak. Chunki xorijda o'qiyotgan talabalarimiz biladi, o'z vaqtida o'sha tuition fee xarajatlarini qoplanmasligi oqibatida oldinroq o'qishdan chetlatilgan bo'lishi mumkin yoki defer qilingan bo'lishi mumkin. Har holatlar bor. O'shaning uchun imkon qadar o'sha tanlov jarayonlari ochilgan vaqt mobaynida olingan bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Ketiga qo'shimcha savollar keltirib chiqarmasdi. Yana bitta yaxshi savol. Ish staji talabi bor ekan magistratura uchun. Davlat ishi bo'lishi shartmi? Nodavlat bo'lsa-chi deb so'rabdilar Madina. Yaxshi savol. Albatta, o'tgan yildan boshlab magistraturada o'qimoqchi bo'lgan talabalar uchun 1 yillik mehnat staji talab etiladi. Bu yerda aynan e'tibor beradigan joyi o'sha mehnat staji haqidagi ma'lumotlar yagona mehnat idoralararo axborot tizimiga kiritilgan bo'lishi kerak. Ya'ni YAMMT deb qo'yamiz. Ya'ni MyGovdan mehnat staji to'g'risidagi ma'lumot chiqishi kerak. Endi ba'zilar o'z-o'zini band qilish orqali mehnat stajiga egaligini ko'rsatishlari mumkin. Afsuski, bu ma'lumot bilan hujjat bilan talablar ishtirok etolmaydi. Aynan farmonda o'zida YAMMTga ushbu ma'lumotlar kiritilgan bo'lishi shartligi ko'rsatib o'tilgan. Endi bu yana bitta joyi bor. Agar bu stajda siz deylik bakalavr davrida o'qiyotgan bo'lgan vaqtingizda orttirgan bo'lsangiz ham bu o'tadi. Parallel ravishda kimdir o'qib ishlayotgan bo'lsa, bu ham inobatga o'tadi. Faqatgina eng asosiy talabi YAMMTda bu ma'lumot ko'ringan bo'lishi kerak. Bitta qiziq savol kelib, shu savolga javob bersam, bakalavrni bitirib kelgan talabalar 5 yil ishlaydi dedingiz. O'sha 5 yil ichida umuman oylik berilmaydimi debdi. Bu umuman noto'g'ri tushuncha. 5 yil davomida ishlab berish davomida qaytanga talabalar moddiy jihatdan rag'batlantiradi. Deylik, uni oylik ish haqqiga qo'shimcha deylik top 300 talik universitetga 100 talik universitetda o'qishidan inobatga olgan bo'lsak, 40 baravargacha ustma olish mumkin. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdori 40 baravar. Bu taxminan hozir 412 mingdan hisoblaydigan bo'lsak, qancha bo'ladi?
16 million. 16 million atrofida bo'lib ketadi. Va 16 million bu degani o'rtacha bitta odamni, yana bitta xodimni oyligi bilan teng degan. Ya'ni ikkita odamni oyligini olib ishlaysiz 3 yil davomida. Bu sizga qo'shimcha imkoniyat. Hech qanaqa pulni qaytarish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu sababli nima edi, imkon qadar topshirish kerak. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Bu yoshlarga prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyat. Hozir u kuni bir institutga borganimda o'qituvchimiz hisoblab bergandi. El-yurtdan demak stipendiya yutib o'qishini bitirib narxozda ishlayotgan bitta bola bor ekan. Oddiy assistant teacher dars o'tyapti, o'zi yarim stavka demak dars o'tadi. Ingliz tilida dars o'tganiga 50% ustamasi bor ekan. 40 baravar el-yurtdagiga yana ustama qo'shilar ekan, uni KPI bor ekan. Yana 4 ta 5 ta xullas oddiy bazaviy oyligi misol uchun 8 million bo'lgan bola 24 million atrofida pul olyapti ekanda. Buni o'sha 15-16 million atrofidagi puli aynan stipendiyat bo'lganligi uchun qo'shilyapti ustiga. Jamg'armaning eng asosiyligi imkoniyatlaridan bittasi ham shuda, faqat xorijda o'qib kelganingizdan keyin qaytib kelib tashab qo'yish emas. Ya'ni qaytib kelganingizdan keyin ham sizni martaba darajangizni yuqorilishini kuzatib borish, yordam berish, yo'naltirish kerak bo'lsa, ba'zi bir universitetlarga, lavozimlarga jamg'arma o'zidan nomzod so'rashadi-da. Uje avvalgidek holat emas, ya'ni jamg'armani tarmoqlari kengayib boryapti, stipendiyada soni ko'paygani hisobiga deyarli hamma davlat tashkilotlari jamg'armani yaxshi bilishadi va jamg'armaning talabalari nima edi, samaradorligi yuqoriligini ham bilishadi. Shu sababli imkon qadar jamg'armani talabalaridan nomzod xodimlar qilayotganlar ko'p. Masalan, ba'zi bir tashkilotlarni bilaman, faqatgina umidchilar bilan ishlaydi. Umuman boshqa odam yo'q. Komanda shundan iborat. Ya'ni ularni maqsadi shundaki, eng zo'r kadrlarni o'zi bir qator saralab oladi. Undan oldin saralashdan o'tgan, ishonch bildirilgan nomzodlardan tanlab olib, o'zining samaradorligini bir necha barobar oshirayotganlar bor. Shu darajada hozir yetdi. Endi menimcha kelgusida shu jarayonlar davom etadigan bo'lsa, HR hubga ham qolamiz. Ya'ni kimga qanaqa mutaxassislikdagi nomzod kerak bo'lsa, faqatgina bizdan olib, biz tavsiyamiz bilan yuqori lavozimlarga ham tayinlanishlari mumkin. Xo'p, yana qo'shimcha savollarga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum. Iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha umumiy tablitsada yo'q ekan, ularga grant beriladimi deb. Bitta narsani inobatga olish kerak. Yuqorida men aytib o'tdim prezentatsiyamiz boshida, har yili davlat ehtiyojlaridan kelib chiqib turib, jamg'armaning eng oliy boshqaruv organi jamg'arma boshqaruv kengashi hisoblanadi. Boshqaruv kengashi tomonidan ma'lum bir kvotalar ajratiladi. Bu yil jami 500 ta kvota ajratilgan bu tanlov uchun. Ikkita tanlov uchun. Endi har bitta soha bo'yicha kvotalar alohida tasdiqlangan. Yillik ehtiyojdan kelib chiqib turib, o'sha sohaga urg'u beriladi yoki bo'lmasa kvotasi boshqa ehtiyoji yuqori bo'lgan yo'nalishga taqsimlab berilishi mumkin. Shu sababli buni to'g'ri tushunish kerak. Agar bu yilgi tanlovda sizni o'qimoqchi bo'lgan yo'nalishingizda agar kvota ajratilmagan bo'lsa, bu keyingi tanlovda ajratilishi mumkin. Shu sababli umid uzish hojati yo'q. Yoki bo'lmasa sohangizni o'sha qisman o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, mavjud kvotalardan kelib chiqib turib ham bu narsani amalga oshirsangiz bo'ladi. Xo'p, bitta savol yana qiziq savol turibdi. Magistratura uchun QS reytingida top 3 ga kirgan, lekin Times Higher Education reytingida 300 taga kirmagan bo'lsa, topshira olamanmi debdi. Albatta topshira olasiz. Bu yerda aynan ikkita narsa inobatga olingan, yo unisi yoki bunisi. Yo odatda bittasida bo'lgan universitet har ikkala reytingda ham bo'ladi. Endi kamdan kam holatlarda bittasida bo'lgan universitet ikkisida ko'rmagan tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bu juda ham redki holat, lekin qaysi biriga kirgan bo'lsa ham bu sizning yutug'ingiz, ya'ni qatnasha olasiz. Hop. Sizlardan agar savollar o'qiyotgan bo'lsangiz, qiziq savollar bo'ladigan bo'lsa, meni ham aytsangiz. Men ham o'qiyapman, lekin ko'pchiligi biz allaqachon gapirib bo'lgan savollar ekan. Qidiryapman hozir qiziqlarini. Yana bitta savol kelib tushdi. Ish tajriba aynan qanday bo'lishi kerak? Yozibdilar, yuriskonsult bo'lish kerakmi? Agar yurist bo'ladigan bo'lsa, huquqshunos o'qigan bo'lsa yoki huquq bo'yicha o'qituvchi ham bo'lsa o'tadimi deb. Aynan farmonda ish tajribasi 1 yil bo'lishi ko'zda tutilgan, lekin aynan soha bo'yicha yoki bo'lmasa aynan bitta yo'nalish bo'yicha bo'lishi ko'zda tutilmagan. Shu sababli agar sizda
tashkilotda yoki xususiy sektorda deylik 1 yil davomida ish tajribangiz bo'lsa va bu aynan sohangiz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lmasa ham buni biz qabul qilamiz. Lekin kelgusida tavsiya etamiz nomzodlardan imkon qadar o'zining sohasida ishlab turib keyin topshirish, chunki o'sha sohani vakili bo'lgan odam uni ichidan yaqindan biladi va muammolarni ko'ra oladi. Kelgusida o'qib kelishi ham maqsadli bo'lib, kelgusida qaytib kelgandan keyin takliflar ham o'rinli bo'ladi. Shu sababli imkon qadar o'zi o'qigan, qiziqqan va ishlayotgan sohasida topshirsa, o'zi uchun ham manfaatli bo'lardi. Yorbek aka so'rashyapti, boya biz aytib o'tgan ustama puli 5 yilga beriladimi yoki bo'lmasa qanchadir muddati bormi deb so'rashyapti. Menimcha 10 yilida. Yo'q, biroz qisqaroq. Muddati bor albatta. U boshqaruv samaradorligi agentligi ish beruvchi hamda stipendiya o'rtasida tuzilgan 3 tomonlama shartnomada tartibga solinadi. O'sha o'qib kelgan vaqtda, ya'ni diplomni qo'lga kiritgan vaqtda reytingi necha bo'lsa, o'sha reytingdan amalga oshiriladi. Top 300 talikda. Deylik, kirgan vaqtda top 100 talikda bo'lgan, bitirayotgan vaqtda top 200 ga tushib qolgan bo'lsa, universitet yoki teskarisi bo'lsa, o'sha eng oxirgi o'qib bitirgan vaqtingizdagi yildagi reyting amalga oshiriladi. Reytingdagi olinib, ustama to'lanishi belgilanadi. Endi bu faqat 3 yil davomida. Va yosh mutaxassisga deyilgan. Yosh mutaxassis kim bo'ladi? Bu 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Endi bakalavrni o'qiyotgan yosh albatta bu hali 22-23 yoshda bitirib kelganda ham shunaqa yoshda bo'ladi. Magistrlarimiz aytib o'tdik, yuqorida 22 yoshdan boshlanadi, 40 yoshgacha. 22 yoshda ketgan bo'lsa ham, deylik, nomzodimiz, stipendiyantimiz 2 yil yoki 1 yil davomida o'qiydi. Qaytib kelgandan keyin o'sha 23, 24, 25 yoshda bo'lsa, 3 yil davomida hisoblaydigan bo'lsak, yana 28 yoshgacha olish imkoniyati bor. Yoki 27 ketgan bo'lsa, o'qib qaytib kelgan bo'lsa, yana 3 yil davomida 30 yoshgacha olish imkoniyati bor. Shunaqa. Menda savol bering. Bering. Savol kelibdi. Men Medis Tashkent universitetida foundation kursini bitiryapman. Shunga final transkript, ya'ni yakuniy baholar ham kerak bo'ladimi topshirishga, ilut umidiga. Lekin u final transkript qachon chiqishi noma'lum. Taxminan may oxiri yoki iyullarda chiqishi kerak va men University of Arizonada qabul xatini oldim, lekin mening yo'nalishim undecided yoki undeclared deb ko'rsatilgan, ya'ni aniq mutaxassislik hali belgilanmagan. Keyinchalik universitet ichida software engineering yo'nalishida o'qishni rejalashtiryapman. Shu holat bo'yicha men stipendiyasiga topshira olamanmi? Xo'p, shu qismi bo'yicha savol javob beradigan bo'lsak, ha, topshirsangiz bo'ladi, faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa, ya'ni foundation o'qiyotgan bo'lsangiz, siz bundan oldingi muassasani bitirganligingiz to'g'risidagi ma'lumot topshirasiz. Deylik, maktab bitirgan bo'lsangiz, maktabda shahodatnomasi bor yoki akademik litsey yoki kollej o'qigan bo'lsangiz, diplom beradi, o'sha diplom hamda uni transkriptini topshirishingiz kerak. Agar foundation tugatmagan bo'lsangiz, uni diplom yoki transkriptini topshirish ham shart emas. Keyingisi meni yo'nalishim bo'yicha undecided bo'lib turibdi, sohasi deb yozilibdi. Buni yechimi bor. Ya'ni siz jamg'arma tomonidan belgilangan namunadagi arizangizda aynan qaysi sohada o'qimoqchiligingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Sababi bizda kvotalar aynan soha bo'yicha taqsimlanadi. Agar deylik mavjud bo'lmagan yo'nalishda kelgusida o'qimoqchi bo'lsangiz, sizni arizangiz kelgusida rad etilishi mumkin. Shu sababli aniq qaysi sohada o'qimoqchiligingizni o'zingiz hozirdan bilasiz, kelgusida qaysi sohada o'qimoqchiligingizni. Shu sababli uni aniq ko'rsatishingiz kerak. Garchi siz qabul xatingizda aniq ko'rsatilmagan bo'lsa ham. Xo'p, bo'ldi, menimcha hozircha mendagi savollar shular. Hozirgina kanalga tashladim o'quvchilar o'sha top 300 talik universitetlar ro'yxatini. Agar lekin kimdir bu video zapisni ko'rayotgan bo'lsa, ularda link yo'q, shuning uchun biroz ko'rsatib qo'yaman mana shu videoning o'zida. Demak, tepada aytilgan veb-saytga kirasiz. Ya'ni bu veb-sayt bizaga l-yurt.uz va asosiy sahifaga kiradigan bo'lsangiz, tepada jamg'arma haqida nomzodlarga, stipendiyantlarga hamkorlik kabi demak bo'limlar bor. Bu yerda tizimga kirmasdan turib ham ma'lumot olsangiz bo'ladi boshida. Agar masalan kirmoqchi bo'lgan universitetingiz bo'lsa yoki siz to'g'ri kelsangiz, keyin tizimga kirib ro'yxatdan o'tib jarayonni boshlasangiz bo'ladi. Nomzodlarga degan qismini ochsangiz, demak qanaqa hujjat topshirish kerak, tanlov tartibi, nizomi qanaqa, ta'lim dasturlari, demak bakalavr uchun bo'lsa bakalavr, magistratura bo'lsa magistratura, doktorantura bo'lsa doktorantura va pastroqqa qaraydigan bo'lsangiz universitetlar ro'yxati bor. Mana shu universitetlar ro'yxatini bosadigan bo'lsangiz, demak 3 ta demak reyting bor. Quest rating, The rating va sohaviy yetakchi bo'yicha. Mana shularning ichida demak universitet bo'ladigan bo'lsa, demak
el-yurt jamg'armasi bulardan acceptance letter qabul qiladi stipendiya uchun. Bitta juda ham qiziq savol kelibdi. Shu savolga javob bersam. Assalomu alaykum. El-yurt jamg'armasini stipendiyasini yutish hozir qiyinlashganmi debdi. Men buni demagan bo'lardim. Qaytanga osonlashgan. Buni bir necha gaplarim bilan isbotlab berishim mumkin. Deylik, o'tgangi tanlovlardan oldingi tanlovlar, ya'ni 2025-yildan oldingi tanlovlarda test jarayonlaridan ozod qilish mexanizmi mavjud emas. Ya'ni hamma kim jamg'armani stipendiyasida qatnashmoqchi bo'lsa, hamma birdek tanlovlarda test topshirish shart edi. Va bunda kimdir omadi kelib yoki qanaqadir holat bo'lib testda qatnasha olmasa, keyingi bosqichga o'z-o'zidan tavsiya etilmagan bo'lardi. Hozir shunaqa imkoniyat borki, SAT yoki A-level yoki GRE, GMAT turdagi sertifikatlarni olgan bo'lsangiz avval va amal qilish muddati bo'lgan bo'lsa, siz testdan butunlay ozod qilinasiz. Ya'ni testda yiqilib ketish imkoniyatingiz nolga teng. Siz to'g'ridan-to'g'ri suhbat jarayoniga tavsiya etiladi. Endi suhbat jarayoni qiyinmi desangiz, yo'q, qiyinlashmagan. Sababi hozirda eng uyg'un berayotgan narsa siz sohangiz bo'yicha. Avvallari to'g'risi men o'zim paytimda ham bo'lgan. Ma'naviyat bo'yicha savollar nisbatan ko'proq bo'lardi. Men shunaqa deb kuzatishlarim bo'yicha shunaqa xulosaga kelganman. She'rlar so'ralardi, boshqa narsa. Hozir ham masalan so'rash mumkin, lekin bu sizni g'olibligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan holat emas. Albatta bu sizni plyusingizga ishlaydi. Qo'shimcha O'zbekiston haqida bilimlaringiz qo'shimcha ma'lumot sifatida. Lekin eng asosiysi sohangizni qanchalik darajada yaxshi bilishingiz yoki qanchalik darajada o'sha xorijda o'qishga tayyorligingiz, motivatsiyangiz hamda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz albatta bu yerda muhim rol o'ynaydi. Agar hozir qiyinlashganmi desangiz, men bu savolga yo'q deb javob bergan bo'lardim. Faqatgina bu o'ziga bog'liq. Qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lsangiz, shuncha jamg'armani stipendiyasini yutish oson. Va bu yil kvota yana o'tgan yil 400 ga bo'lgan bo'lsa, bu yil 500 ta kvota ajratildi. Bu degani yana ham ko'proq odamga imkoniyat yaratilyapti. Demak, yana ham osonlashgan, qiyinlashgani yo'q. Shunday desak bo'ladi menimcha. Xo'p. Menda savol deyarli qolmadi. Yana bittasi Kamolxon. Assalomu alaykum. O'zbekistondagi xususiy xalqaro universitetga magistraturaga topshirsak ham grant ajratiladimi deb savol yo'llabdi. Birinchi savoli shunday iborat ekan. Javob beradigan bo'lsam, yo'q, afsuski biz aynan xorijdagi QS hamda Times Higher Education rating agentliklarini top 300 talik yoki bo'lmasa O'zbekiston jamg'armani o'zida alohida sohaviy yuqori reytingga ega bo'lgan universitetlarda sohasi bo'yicha ajratib olganmiz. Bu 110 ta universitet, bu saytimizda ham bor. O'sha universitetlarga topshirsa va u yerdan qabul xatlarini olsa, jamg'armani g'olib bo'lsagina qoplab berishimiz mumkin. Bu O'zbekistondagi universitetlarga tatbiq etilmaydi. Ya'ni O'zbekistonda hozir top 300 taga kiradigan universitetlar menimcha mavjud bo'lmasa kerak, xalqaro universitetlarning filiallari ham mavjud emas. Hozir biz bilgan Westminster yoki bo'lmasa Singapurskiy universitetlar ham bu reytingda afsuski yo'q. Xo'p, ikkinchi savol bor ekan, grant ajratilgandan so'ng uning majburiyatlari qanday? Ya'ni qanchadir muddat yoki qaysi shaharda ishlab berish talab etiladimi? Bu bo'yicha javob berib o'tdik. Menimcha yetarli. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savolim ko'p. Masalan, yurtimizda jamg'armasini yutganlar o'zi tanlaydimi universitetni yoki aynan yo'nalishlarga qarab topshirish kerakmi? Ikkinchi savolim, yosh belgilanganmi? Uchinchisi, qanday sertifikatlar kerak? To'rtinchisi, avval o'zbek otalarida ham o'qish kerakmi? Masalan, siz bakalavriatni O'zbekistonda o'qib, magistrlikni Germaniyada o'qidingizmi? Hozircha savollar shu. Xo'p, birinchi savolga javob beradigan bo'lsak, albatta, jamg'armani nizomga o'qiganlar o'zi tanlaysiz. Ya'ni qaysi universitetda, qaysi davlatda o'qimoqchi bo'lsangiz, bu qabul xatlarini o'zingiz o'z xohishingiz bilan olasiz. Bu degani bu bevosita o'zingizga qo'yib berilgan, o'z erkingiz bo'yicha xohlagan universitetingizda o'qishni tanlashingiz mumkin. Yosh belgilanganmi? Albatta belgilangan. Bu bakalavriatlar uchun maksimal 30 yoshgacha, magistrlar 22 yoshdan 40 yoshgacha, doktorantlar uchun 45 yoshgacha, 25 yoshdan. Uchinchisi, qanday sertifikatlar talab etiladi? Eng asosiy sertifikatlari, qolgan sertifikatlar bo'lsa, sizni qo'shimcha yutug'ingiz, ya'ni testlardan ozod qilishingiz mumkin. Bu turlari bo'yicha aytib o'tdim. Avval o'zbek ota tillarida ham o'qish kerakmi? Masalan, siz bakalavriatda o'qigansiz O'zbekistonda va Germaniyada magistr o'qiyapsiz deb savol beryapti. Bu ahamiyati yo'q. Avval bakalavriatda qayerda o'qiganligingiz va keyingi tanlovlarda boshqa talablarga javob berishingiz hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, magistraturani tugatganman, oilalikman. Magistraturani chet elda o'qish uchun
50 ming jamg'arma stipendiyasi topshirsam bo'ladimi? Mabodo yutsam oilaviy ketishga imkon bormi? Magistraturani tugatgan bo'lsangiz, avval bir narsani inobatga olish kerak. Agar o'xshash mutaxassislar bo'yicha muqaddam siz o'qigan bo'lsangiz, xorijda yoki O'zbekistonda ham, va shu narsani yana qayta o'qimoqchi bo'lsangiz, afsuski jamg'arma talablarida ishtirok eta olmaysiz. Agar birinchi marta o'qiyotgan bo'lsangiz, siz oilalimisiz, oilali emasmisiz, xorijda o'qishingiz hech qanaqa narsani belgilamaydi. Shu sababli bevosita jamg'arma talabida ishtirok etib g'olib bo'lishingiz mumkin. Faqatgina g'olib bo'lganingizdan keyin jamg'arma faqat sizni o'zingizni xarajatlaringizni qoplab beradi, oilangizni emas. Shu sababli bu narsani oldindan o'ylab olish kerak. Ayrim hozirda o'qiyotgan talabalarimiz bor, bevosita xorijda oilasi bilan yashab, o'qib yurishibdi. Hop. Qanday qilib application bersa bo'ladi? Men Googledan universitetlar qidirdim, lekin topa olmadim. Har bitta universitetda o'zini saytini ChatGPTga yozsangiz ham o'zi saytlarni bersa kerak. O'sha saytini o'zidan apply now degan tugmasi bo'ladi. O'sha orqali portalga to'g'ridan-to'g'ri kirib, u yerdagi talablar bo'yicha bajaradigan bo'lsangiz, sizga qabul xatini o'sha platforma orqali yuborishadi yoki emailingizga yuborishadi. Ayrim qiziq savollar ham kelgan. Prinsip beringlar menga deb. Bu mana ishim. Ha, alohidami? Tushunarli. Xo'p. Assalomu alaykum. Men ingliz tili o'qituvchisiman. Xalqaro TKT C1 sertifikatim bor. 50 ming jamg'armasida grant tutish uchun IELTS bo'lish shartmi? 2 nafar farzandim bor. Ularni ham olib ketish iloji bormi? Shu haqida gapirib o'ting. Hozirgina aytib o'tdim, ya'ni oilaviy ketadigan bo'lsa, bu o'zingiz xohishingiz. Faqat o'zingizni xarajatlaringizni qoplab beriladi. IELTS sertifikati bo'lish shartmi degan savolingizga albatta bo'lish shart, yoki bo'lmasa TOEFL ham o'tadi. TOEFLda bilasiz turlari bor, IBT, Home Edition ham bor. Uni ham topshiringiz bo'ladi. Bularni olish muddatlarini bilasiz, qisqa muddatda olsa bo'ladi. Shuning uchun 24-aprelgacha hali imkoniyatiniz bor. Hozir IELTS ham aynan kompyuter based bo'lib ketdi. 3 kun adashmasam, 2 kun yoki 3 kunda javoblarni olib, u orqali topshirsangiz bo'ladi. Matematikasiz yo'nalishlar ham aytib yuborsangiz bo'lardi. Matematikani yomon ko'radiganlar bor shekilli. Shunaqa. Bu tilchilarning auditoriyasiga endi ko'pchiligi tarix, filologiya shunaqa. Maslahat bergan bo'lardim matematikani ko'proq o'rganishda, chunki juda ham ko'plab imkoniyatlarga aynan matematikani bilganlar erisha oladi deb hisoblayman. Aynan o'zim boshqa soha vakili bo'lsam ham matematikani qancha men ham yoshligimda yomon ko'rgan bo'lsam, lekin bu narsa xatoligini endi yoshim katta bo'lgandan keyin tushunyapman. O'shaning uchun hozirdan matematikani urg'u berib o'rgangan ma'qulroq. Qolgan ko'p savollarga javob beryapmiz. Men Koreyaga ketmoqchiman. Xo'p, shunda A-Fit yutish uchun top 300 ta universitetga kirish kerak edimi? Keyin IELTS kanaldagi muhokamadan keyin blokdan ochib, bu sizga oid qismi ekan. Xo'p, birinchi savolga javob bergan bo'lsam, Koreyada juda ko'plab biz bilan hamkor universitetlar ham bor va top 300 ga kiradigan universitetlar bor. Koreya University of Korea bor, Hanyang bor, Seul bor. Yana qaysi universitetlar bor edi? Yonsei bor. Universitetlarga bevosita topshirib, qabul xatlarini olib, jamg'arma talablarida ishtirok etishingiz mumkin. Xo'p, 50 ming grantini olish uchun allaqachon universitetga kirgan bo'lish kerakmi yoki yutgandan keyin ham hamkor universitetlar orqali universitetga kiriladimi? Yo'q, yuqorida aytib o'tdik, aynan qasdda qabul xati bo'lish kerak, tayyor. Keyinchalik agar boshqa alternativ universitetga o'qimoqchi bo'lsangiz, bu haqida jamg'armaga ariza bilan murojaat qilib, olingan offer xatni taqdim etsangiz, jamg'arma ko'rib chiqishi mumkin. Hop. Ishlab ham o'qisa bo'ladimi? Afsuski yo'q. Yuqorida aytib o'tdik, sizni o'qishingizga ta'sir qilgan hech qanaqa boshqa faoliyat bilan shug'ullanish mumkin emas. Shu sababli eng asosiy talab siz qo'shimcha mehnat faoliyat bilan shug'ullanmasligingiz hamda bor e'tiboringizni o'qishga berib, a'lo baholarga o'qishingiz kerak.
pulni keyin qaytarib beramizmi yoki ishlasak oyligimizdan olinadimi, necha yillar davomida degan yozibdi. Oyligingizga qo'shib beriladi. Ha, umuman qaytanga sizga oyligingizga qo'shimcha pul beriladi, olinmaydi. Faqatgina ushlab berish majburiyatingizni to'liq o'tashingiz talab etiladi. Faqatgina agar o'sha jamg'armani talablarini bajarmasangiz, o'qimasangiz yaxshi, ishlab berish majburiyatini bajarmasangizgina siz bilan tuzilgan shartnoma bekor qilib, sizga sarflangan mablag'ni 2 hissa undirish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin hech kim bu narsani kutmaydi. Shu sababli eng maqsadimiz sizlarni yaxshi universitetlarda, yaxshi baholarga o'qitib, O'zbekistonga yaxshi kadr qilib olib kelish. Xo'p. Menimcha shu savollar bor. Boshqa qolmadi shekilli. Qolganlarga hammasiga javob berdik. Shunaqa. Yana agar bu degan bo'lsa, savollarga javob berishga tayyormiz. Endi bitta simlarni aytib o'tgan bo'lardim bolalarga. Juda ko'p nomzodlarni biz ko'rganimizda o'ziga bo'lgan ishonchini sustligi yoki bo'lmasa hayajoni yuqoriligi ularni o'zini potensialini ko'rsatishga xalaqit beradi-da suhbat jarayonida. O'shaning uchun imkon qadar gapirish madaniyatini, notiqlik san'atini ham biroz miqdorda o'zlashtirish tavsiya etiladi. Ya'ni o'zingizdagi bor potensialni siz ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ya'ni 30 daqiqa ichida. Bu juda ham qisqa jarayon, chunki juda ham ko'plab savollarga javob berishga to'g'ri keladi o'sha vaqt ichida. Shu sababli imkon qadar qisqa vaqt ichida o'zingizdagi rejalaringiz, oldingizga qo'ygan rejalaringiz, maqsadlaringizni to'liq ochib bera olishingiz kerak. Hayajonga tushish oqibatida yoki bo'lmasa o'sha rejangizni ayta olmasligingiz kelgusi sizni o'sha nomzodlardan boshqa ustun nomzodlarni varianti ko'rilishi mumkin. Endi subyektiv fikr. Shu sababli imkon qadar o'zingizni eng yaxshi variantingizni o'sha vaqtda ko'rsata olishingiz kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Men endi texnik tavsiya etadigan tavsiyalarim bor. O'sha imtihon kuni bo'lgan vaqtda imkon qadar o'z vaqtida yetib kelish kerak. Qorin albatta to'q bo'lish kerak. Ya'ni o'ta to'q emas, lekin och ham bo'lmasligi kerak. Yetarli darajada suv ichgan bo'lishingiz kerak. Va albatta men maslahat bergan bo'lardim, kirishdan oldin ota-onadan yaxshi duoni olib, ko'ngilni xotirjam qilib, telefonni o'chirib, siz hech kim bezovta qilmaydigan muhitga tushib, imkon qadar bir kun oldin o'sha tayyorgarlikni to'xtatib, ozgina bo'lsa ham o'ziga yoqadigan ish bilan shug'ullanib, dam olishingiz kerak. Shundagina siz eng yaxshi variantingizni ko'rsatib bera olasiz. Bu endi o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib tushgan maslahat. Kimda qanaqa, balkim hammada har xil bo'lishi mumkin. Lekin maslahatlarim shundan iborat. Yorbek aka, kattakon rahmat. O'zi bugun yakshanba. Sizda imkon bor edi oilangiz bilan demak vaqt o'tkazib bemalol dam olishga. O'zi hafta mobaynida bilaman ishingiz ko'p, stipendiyantlar bilan ishlaysiz. Lekin shunga qaramasdan, yo'q demasdan mana hozir 1 soat 28 daqiqadan beri gaplashyapmiz. Taklifga rozi bo'lib, bilim ulashganingiz uchun kattakon rahmat. Men ishonaman, qachondir bugun emas, erta emas, lekin 1-2 yildan keyin qaysidir qayerdadir bitta el yurtchi chiqib, men shu Sirojiddin bilan Yorbek akaning chatini ko'rib stipendiyant bo'lib ketganman deb bizani bir og'iz eslab o'tadi. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Bitta narsani aytib o'tsam yana, men to'g'risi nomzodlarga aytadigan juda ham gaplarim ko'p. Men o'zim shu jarayonda o'tganim sababli juda ham ko'p ma'lumotlar olishga harakat qilganman. Afsuski ba'zida vebinarlarda menga suhbat davomida savol berishga ulgurganman yoki yo'q. Juda ham ko'p ma'lumotlar olishga to'g'ri kelgan. Eng yaxshi ma'lumotlarni olish yo'li shu vebinarlarda qatnashish yoki bo'lmasa kanalni kuzatib eng ishonchli ma'lumotlarni olish. Va imkon qadar o'zingiz mustaqil tayyorlansangiz, shu narsaga yetishingiz imkoniyati bor. Kimdirlar bu narsaga erisha olmaysan deyish mumkin yoki o'zingizda qanaqadir ishonchsizlik paydo bo'layotgan bo'lsa, bu narsani esdan chiqaring. Hamma narsaning iloji bor. Ya'ni siz bilan biz qilgan ishni qolganlar ham eplay oladi. Shu nuqtai nazardan bemalol men aytganda gazini bosish kerak va bor imkoniyatdan to'liq foydalanish kerak. Hali imkoniyatlar juda ham ko'p bo'ladi kelajakda. Agar jamg'arma orqali o'qiydigan bo'lsangiz, sizda kelgusi juda ham ko'p proyektlarimiz bor, xudo xolasa. Ularni amalga oshiradigan bo'lsak, jamg'armani stipendiyatlarga yana ham ko'proq imkoniyat yaratgan bo'lamiz va ular kelgusida o'qiganidan hech qachon afsuslanmaydi. Men shu narsani ishonch bilan ayta olaman. Ham ota-onasini cho'ntagidagi mablag'ni hisob qilgan bo'ladi. Kimdir ota-onasini masalan karyerani o'rayotgan bo'lsa, shu o'qib qaytgandan keyin yaxshi oylikka, yaxshi joylarda ishlab, ota-onasini qaysi orzusini amalga oshirishi mumkin. Yoki ko'proq daromadga ega
bo'lib, qaysidir ushalmagan orzularni kimdir masalan mashina olishni orzu qiladi yoki qaysidir da'vatni ko'rishni orzu qiladi, oilaviy sayohat qilishni xohlaydi. Keyinchalik yaxshi oyliklarda, yaxshi lavozimlarda ishlagan holda bu narsaga boshqa imkoniyatlaringizni ham jamg'arma orqali qolishtirib amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu sababli maqsadni to'g'ri qo'ying, foydalaning shu imkoniyatdan, yutsa bo'ladi. Hammasi shaffof, bunga biz kafolat beramiz. Har bitta talaba bilan olib borilgan suhbat jarayonlari albatta yozib olinadi. Alohida apellyatsiya jarayonlari ham tashkil etilgan va apellyatsiya jarayonlarida siz bilan suhbat o'tkazgan birorta o'sha komissiya a'zolari ishtirok etmaydi, ya'ni butunlay xolis sanov o'tkaziladi. Hamma e'tirozlaringiz ko'rib chiqiladi, to'liq ko'rib chiqiladi. Muammo hech qanaqasi yo'q. Faqatgina sizdan yaxshi o'qib, yaxshi O'zbekistonga kadrga yetishsangiz bo'ldi. Shu. Xo'p, Yorbek aka, kattakon rahmat. Menimcha sizga tugatsak ham bo'ladi. Bittasi esda chiqdi. Sizni hamma obunachilar balki yaxshi tanisa kerak, lekin jamg'arma stipendiyatiga qanchalik bilishadi bilmayman. Nomzodlarga aytmoqchiman, Sirojiddinni talabamiz va biz stipendiyatimiz bo'lganidan biz ham xursandmiz. Chunki bu bolani potensialini jamg'arma bevosita tanlov komissiyasi ko'rgan. Shu sababli ham bu stipendiyaga sazovor deb topilgan. Kelajakda ishlaringizga sizga omad. O'zingizdan kelib chiqib mana shuncha auditoriyangizga jonkorlik bilan yondashib ma'lumotlar ulashyapsiz. Albatta buni nima deydi, savobini olishga nasib qilsin. Ishlaringizga, o'qishlaringizga omad. Xudo xolasa tez orada o'sha Germaniyadagi eng yuqori reyting turadigan Bonn universitetini a'lo baholar bilan o'qib kelib, yurtimizdagi eng yaxshi tashkilotlarda ishlab, o'zingiz ko'rsatishingiz imkoniyatingizni kutib qolamiz, xudo xolasa. Aytganingiz kelsin aka. Kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Charchamang. Assalomu alaykum.